tanish bilishsiz, poddershkasiz millioner bo'lish mumkinmi? Chiqatda gapirilmaydigan gaplar chiqar ekan, xudo xolisa bugun. Ko'chalar bo'lgan deydi, qanaqadir dollarlar bergan deydi, yoki davlatning o'zi ko'chadan ham qo'rqinchliroq bo'lgan deydi kimlardir. Kelib uyda podvalimizni yana joy ham qilib berardik. Menga ishlasa, bu akasi sen meni odamim bo'lgan ekan. Ya hozir ham qo'rquv-yu, lekin hamkorlik bor. Ber qo'liga $100 ber, ish qilgin deydigan davr bo'lardi. Dadamga telefon bo'lardi, davlat ishida ishlaydigan tanishlardan. Rahmonberdagi Hasan Husayn kamarot televideniyaga chiqsin. Ko'stegada aka-uka ko'pincha birga biznes qilasizlar. Qanchalik oson, qiyin va buni Hasan akam loyihani tuzish, bozorda pulni ko'rish bo'yicha xudo bergan talantlari bor. Aka-ukachilik muhim, lekin biz qildikmi? Unda pul muhim. BTSda ham biz 11 yil bir so'm olmaganmiz-da. Sotishda emotsiya zo'r, lekin xodimlarni boshqarishda emotsiya emas. Emas muhim. Assalomu alaykum, Husan aka, xush kelibsiz. Alaykum assalom, taklif uchun rahmat. Vaqtingizni ayamaganingiz uchun ham kattakon rahmat. Shu qo'ldan kelguncha ozgina shu kuzatuvchilarimizga sizni tajribalaringizdan bo'lishgan holda sekin suhbat qilgan bo'lamiz. O'zimni ham keyin shu kuzatuvchilarimizda ham ko'proq qiziqtiradigan savollardan bittasi bor. Suhbatni shundan boshlamoqchi bo'ldim. Shu 90-2000-yillarda biznes qilgan inson sifatida o'sha paytda biznes qilib millioner bo'lish osonroqmidi konkurensiya kamligi uchun yoki hozir osonmi? Ya'ni o'sha paytdagi keyin men ko'rmaganman, lekin ana ko'chalar bo'lgan deydi, qanaqadir dollarlar bergan deydi, yoki davlatning o'zi ko'chadan ham qo'rqinchliroq bo'lgan deydi kimlardir. Valyuta bilan masalalar bo'lgan, hozirgidaqa konvertatsiya bo'lmagan. Shu umumiy u paytdagi muammolarni men eshitganman faqat. Lekin siz yashagansiz. Lekin meni tasavvurimda endi u paytda bo'sh ochiq bozor bo'lgan, kim biznes qilsa uchgan degan ham tasavvur bor. Boshqalarda ham shunaqa. Shu haqida ozgina suhbatni boshlab olsak. Zo'r, chiqatda gapirilmaydigan gaplar chiqar ekan, xudo xolisa bugun. Albatta. Niyatimiz ham shunaqa. Kuzatinglar, xudo xolisa menimcha qiziq, manfaatli suhbat bo'lsa kerak. Bismillah deb boshlaymiz. Endi 90-yillar deganda 2000-yillargacha bo'ldi. Biz o'zimiz 94-yil maktab bitirganmiz Hasan akam bilan. 94-yil 16 yoshda institutga kirganmiz. 16 yoshimizdan 20 yoshgacha 4 yil institut o'qigan bo'lsak, o'sha paytdan o'sha pulga qiziqish bo'lardi. Ya'ni pulni qatdan qilsak bo'ladi degan ota-onadan pul so'rashga bo'lgan ehtiyoj ya'ni bor, lekin so'ramasdan qatdan pul qilsa degan qiziqish bo'lardi. Lekin institutga kirgan yillarimiz bo'lganligi uchun esimda dadam birinchi do'kon ochganlar, magazin, tikan olib sotadigan do'kon, lekin boshlaganlar bozor bo'sh bo'lgan, nima olib kelsiz ketaveradigan davr bo'lgan, lekin nimagadir o'xshamagan, bilmayman nimaga o'xshamaganligi, ya'ni bir ochganlar, lekin bardavom bo'lib ketmagan. Ya'ni nima ketsa o'sha olib keladigan davrda esimda Qoraqalpoqqa borib tuz olib kelib ham sotib keldilar, ketganlar. Ya'ni sistemni biznes degan narsa bo'lmagan. Kim aqli yetib qatga borib nimadir olib kelsa savdo bo'lgan. Biz real o'zimiz oilaviy tijoratni boshlaganimiz 97-yil bo'lgan. 97-yil institutda 3-kurs bitirib 4-kurs boshlagan davrlarimiz. Yana pul kerak bo'lgan, farzandlar katta bo'lgan, dadamizda endi 3 o'g'illi. Demak 4 o'g'il bo'lsak, Ikrom akamiz o'ylantirgan ekanlar. Katta akamiz o'ylantirganlar, bizni uchalamiz o'qishimiz, biz ham endi to'y bo'lish yoshiga yaqin bo'lganmiz. Demak, ota-onada pul topishga bo'lgan ehtiyoj bo'lgan, oldingi davlat ishlari degan narsa bo'lmaganligi uchun dadamiz bizga tengi bo'lganlar. Qiyinroq ham paytlar bo'lgan. Ya'ni biznesni bugungidagi na podkasti bo'lmagan, na bir bosib o'tilgan yo'l bo'lmagan. Hamma aqli, bilimi yetganicha nimadir olib kelib, nimadir sotish topsa bo'ldi. Lekin nimadir olib kelishi bilish ham qiyin bo'lganda. Kimdir Rossiyaga borib qog'oz olib kelgan, kimdir qayergadir borib nimadir olib kelgan, perchatka narsalar shveyni sex ochib, qo'l qop tikib sotgan paytlari ham esimda. Biznes qilish tajribasi bo'lmagan, davlatda biznes qilish bo'yicha unaqa bir
katta tizim bo'lmagan, chunki Soyuzni haligi nimasi tizimi buzildi. Hamma o'zicha aqli yetgan bir nimadir ish qiladigan davrlar edi. Biz endi u paytda shogird 17, 18, 19 yoshdagi payt. Lekin real oilaviy biznesimiz 97-yil noyabrda boshlangan. Dadam $10,000 qarz olganlar bir do'stlardan. Bitta rizograf, ya'ni kserokopiyaga o'xshagan apparat sotib olib, bolalarim xullas kelam, mana shu biznes boshlaymiz deganlar. Ungacha men institut o'qib yurganda bittasi Gerbalife'ga qiziqtirgan, borib o'zimcha Gerbalife $2,000 dadamdan pul olganman, bitta kvartirani puli bo'lgan. Olib Gerbalife sotganman, u pulim xulab ketgan. Ya'ni sityoy marketingga bo'lgan o'sha fikrim o'shandan beri yaxshi emas. Tajriba bo'lmagan. Hatto ota-o'g'illar orasida bu pul men senga qarz berdimmi, investitsiya berdimmi degan narsaga olib, ishlatib, sotib, pulni chiting-piting qilgan paytlarimiz bo'lgan. Na bir finansiy gрамотность bo'lmagan biznes boshqaruvda. Keyin Hasan akam, Pozilqor akam masjidlarida video syomka qilib kaseta sotganlar, keyin men yonlarida birga sotganmiz. Katta akam O'rizor bozorga chiqib Jigulilar borida sotuvmidilar, yo nimadir olib sotib ko'rishga harakat qilganlar. Xullas dadam qaraganlar, xullas sen O'rizorda, sen Gerbalife'da, sen Pozilqor akani masjidda hamma har joyda bo'lsang, rak shuka lebitga o'xshab hammamiz o'zimizcha nima qilamiz, baraka bo'lmaydi. Mana shu temani ko'rdim rizografda. Ya'ni ungacha qilib ko'rgan bir kichkina mini market do'koncha ochib ko'rgan edilar. O'tdi keyin haligi blankalar, davlat налоговый tizim jo'stki bo'lgan. Доверенность, платежка, счет faktura vaqtida to'ldirmasa shtraf boshlangan. Blanka qidirganlar kansavar do'konda blanka yo'q. Bitta tipografiyaga borib blanka zakaz bersalar 100 qanaqa 100 kamida 1000 2000 dan olaman deganlar. Oddiy xususiy tadbirkorga 1000 ta u 1 yillik 2 yillik blankada keyin majbur shtraf qilmasin deb zakaz bersalar, har bitta blankani bahosi 15 so'mdan chiqqan. A-to'g'riki yarmi balki 10 so'm degan sotib olganlar. Keyin Prestige va Aptavik degan jurnal bo'lardi. Hali объявлениялар qo'yiladi. O'sha yerda ko'zlar tushganki, "Открой свой бизнес. Купи ризограф, начни производство там balanaga qanaqa nima себестоимость, ya'ni bitta varoni tan narxi senga 4 so'mga aylanadi deganlar. Vau, men bitta 15 so'm sotib olman. Rostdan ham 4 so'mga aylanadimi deganlar, borib o'rganganlar. Ha, mana bitta qog'oz, bir pochka qog'oz muncha bo'lsa, bitta qog'ozning donasi 2 so'mdan, plyonka qog'oz nimasi, haligi kraskasining ranglari, narxi 2 so'm, 4 so'mga aylanadi degan. Endi u ham haligi o'zgaruvchan xarajat, себестоимость aytilganda, rizograf bahosi $10,000 bo'lgan. Keyin uyqu bermagan shu narsa. 4 so'mga olib 6 so'mga sotsang bo'ladi, qanaqa 6 so'm, 15 so'mga olganman-ku degan. Demak, men blanka qidirib qolgan tadbirkorlik ham blankaga ehtiyoj bo'lsa kerak deb shu g'oya uyqu bermaganda, keyin bir do'stlarga borganlar. Behzod aka, shu $10,000 shu apparatni olaman, bir yilda $12,000 qilib o'zingizga o'zdan sotib olaman variantga. Dollarga $10,000 olib, rizograf olib, yoniga bitta kompyuter, keyin haligi blankani kesgan pichoq, stepler shu $10,000 ga bitta kserokopiyaga o'xshagan apparat faqat 1 minutda 130 pechat qiladigan narsa edi. Shuni olib, uyda davayt kuchli birga joyga qo'yamiz deb blankalarni kompyuterda o'zimiz nabor qilardik-da, Wordda yoki Excelda. Keyin bitta qo'ysangiz kserokopiya 130 dan chiqaradi. Ustidan pachka qilib tikib, keyin klientlarga predlagat qilishni o'rgatganlar. Bor kanslar do'konlarga sotganmiz yoki bir xil korxonalarga blanka kerak bo'lsa, o'zini tipovoy blankalarni zakazini olishni o'rgatganlar. Chorsu bozorlarga borib, ana nimachi, kasetachi bolalarga Sherali Jo'rayev, G'ulomjon Yoqubov, bolalar shunga o'xshagan narsa bo'lsa, bitta A4da 24 ta chiqsa, shuni pechat qilib ularga predlagat qilishni o'rgatganlar. Bizga erishdi yurgan. Dada bir paytlar zo'r pul topardiz, endi kelib shu bolaga 10 so'mga blanka predlagat qilib o'tiribsiz, yana o'zini olyapti deb men inson qotib sal dadam bilan yaxshi muomala qilmaganini ko'rib jahlim chiqardi. Shunaqa bo'lib, bolam biznes shundan boshlanadi. Haftasiga sen 10,000, Hasan 10,000, Ikrom akang 10,000, men 10,000 savdo qilib klient topsak 40,000 savdo qilamiz. 20,000 topsak buncha savdo qilamiz deb o'rgatardilar. Haqiqatan ham
98-yil boshlarida oyda 150 ming, 160 ming savdo qilganlarimiz esimda. Mana shunaqa qilib biznes boshlab o'rgangan. Endi ko'chaga ishimiz tushmagan. Lekin nalogini qo'rg'ori ham karishok ko'tarib kelsa qo'rqadigan davrimiz edi. Men nalogi, SES, пожарный, militsiya, prokuratura, SMB rayonni hammasiga xizmat etsa, bo'pti aka deb blankani, vizitkani, bir narsalarni tekinga qilib berardilar dadam. Dada nimaga tekinga qilib berasiz? Qo'y bolam shularga qilib ber. Bizani dehqonchilikka o'dirdilar. Aka vizitka desa, endi hayotni ko'rganlar-da. Bo'ldi joningiz sog' bo'lsin deb vizitka 50 ta vizitka tekinga qilib berish odamga dedilar. Aka bilan ketsa, bo'pti prokuraturaga mana shuni olib borib berdilar. То есть tadbirkor chiqsa, realni rayonda hamma pashsha bo'laverardi. Kimmi mabodo bundan qiliya qo'lidan kelsa bir qaysidir ma'noda qo'lidan kelsa guruch qilishga harakat qilardi. Endi bu xizmat bugungi kunda yosh bolalarga, hozirgi bolalarga buni qilib bermoq, nimaga men qilib beraman deydi-ku, insonlar qotadi-ku. Biz ham dadamizga nimaga qilib berasiz? Sotib olsin. Desak, bolalar xo'p deydilar, kichkina narsada yutqizinglar. Shular kelib birga qilib boshimizni ortgandan ko'ra tinch bo'lsin. Rahmonberdika deb xizmat qilsa, joningiz sog' bo'lsin deb, xuddi Hasan akam diplomat odam-ku, joningiz sog' bo'lsin deb dadamiz rahmatli shu arzimagan narsa bilan ularning nazarlarida dehqonchilik edi. Bo'pti shu 102 blankasini qilib beraylik yoki qaysidir joyda bir 102 vizitkasini yoki to'yiga taklifnoma iltimos qilsa, taklifnoma qilib beraylik. Shular xursand, yaxshi odam deydi, tegmaydi. Hech bo'lmasa xalaqit qilmaydi deydigan davrdan o'tganmiz. Sal unisi bunisi iltimos qilsa, bir qilib aytsa, qo'pol nima qilganimizda o'zi ham ko'rsa nima qilsa kerak. Yoki yaxshi salom bermaganimiz uchun ham, yaxshi paxta qo'ymaganligimiz uchun ham meni shaharshunoslikda o'qigan kurdoshim nalogida savdo targov отделlar boshlig'i bo'lgan edi. Hali ular kichkina do'konlarni nima qilib, yo bir marta bosib, keyin aytaylik do'liga qo'yadigan davr bo'lgan. Bizani ham shunaqa qilib nima qilmaslik uchun keyin borib, o'sha marta nimadir zakub qilib, bolalarimiz kassaga urmasa kelib ish qilgan, bosgan. Keyin yana ko'rishdik, menga yetmadi, insonlarniki deb, hatto bilgan shu bizning do'kon. Bolalarni jo'natib, keyin o'sha payt esimda hali 2000-yil ham emas, 2000-yil bo'lsa kerak, 2000-yil ekan. Bir $1000-2000 podpisat qilgan. Bir xafa bo'lgan, men xafa bo'lganman, Hasan akam, dadamiz xafa bo'lganlar, kurdoshim bo'lib turib qoldi. Deyadi, faraz qiling, kurdoshimsiz. Savdo nimani boshlig'i, mayli otini aytmadim shakil. Ish qilib bosgan bu, ham bolalar ishlab qo'ydi, to'g'ri tushunasiz. Bo'pti o'rtoq nima qilayin deb, $1000-2000 olgan. Ish qilib o'zini qo'lida bo'lgan protokol bunday yozish, bunday yozish. Ya'ni realni ko'chadan ko'ra organlarda bo'lardi, ayniqsa nalogida, boshqada. Endi bizning ishimiz blanka chiqarish bo'lganligi uchun 98-2000-yillarda ayniqsa fevral voqealaridan keyin varaqalar, anaqa bizning ishimiz har doim kontrolda bo'lgan. Kontrolda bo'lgan. Militsiya ham, SMB ham, prokuratura ham klient jo'natib, varaqa jo'natib, mamni ko'paytirasizlarmi, kimdir jo'natib, qani ko'paytirarmikin deb uyimizda podvolda boshlaganimizda ham kelgan ekan. Hatto bitta o'risni, masalan, bugun kecha kunduz aytaylik, bitta normal ishchi, raznorobochiy ishchi olaman siz, qolganlar 10 million, 7 million so'rasa, bitta o'ris ishga kelgan, mayli 2 millionga bersa ham ishga kiraman degan. Va 2 millionga rozi bo'ldi, ovqatini bersak, boshqa bersak xursand. Kelib uyda podvolimizda yana joy ham qilib berardik. Menga ishlasa, bu akasi SMBning odami bo'lgan. Qani kirgan ichidan yurgan, bular nima pechat qiladi. Kelib 1-2 oy ovqat yeganiga xursand, bolasi bilan nima qilganiga blankani terib, namaga ishlab yurardi. Keyin bilsak, u SMBning odami ekan, bularda varaqa pechat qilmas ekan, boshqa emas. Ya'ni ichki tomonlama bular tekshirgan bizani. Agar bo'lsa, bemalol deyla qilib, yana bittasini jo'natgan, hali uyimizda bo'lardi, uyda podvolda boshlaganmiz. Mana naushniklar bo'lsa, telefoningiz buzilib qolibdi, keyin olib ket ichiga nimalar qo'yib qo'yganman. Hali proslушкаlar qo'ygan ekanmi o'zicha. Endi bu 98-2000-yillardagi gap aytaman. 2003, 2005, 2010gacha ham menimcha bor edi, baribir organlardan qo'rqardik. Shu oxiri shu ofis marketda brend qilgan-ku biz 2000-yillarda, Xudoni barakasi
televideniyalar ham lekin biznes qilish oson edi. Televideniyalarga oddiy taklifnomasini yoki oddiy kalendarni, masalan, homiy ofis market va arzimagan pulga o'ziga to'yiga taklifnoma qilib bersangiz, o'ziga vizitka qilib berib, ko'rsatuvga bir o'zimiz mahsulot, kalendarlarimizni podarka qilsak ham ko'rsatuvimiz homiysi ofis market edi. Tefal olib kelib bersak, bizdan zo'ri yo'q edi. Yoshligimizda biz ofis marketni ko'rib katta bo'lganmiz, lekin reklamalarda. Mana arzimagan pul bilan bitgan. Keyin mana shunaqa narsa bo'lgan, chempionat mira 2000-yil Yaponiya bilan Koreyada bo'lganda har bitta ko'rsatuv futbolda birinchi taym boshi, o'rtasi, oxiri. Ikkinchi taym boshi, o'rtasi, oxiri. Hasan akam aytayman bir nomiga o'sha televideniyadagi xo'jayinlarning to'yiga bir narsaga taklifnoma vizitka bilan bitib ketgan. Akalar shu nomiga bo'lsa ham bugungi merka bilan bir $2000 televideniyaga to'lab qo'yilib, bizga gap tegmasin deb. Ko'rganlar xuddi uni $100,000 Samsung va hali $200 taklifnoma bilan homiy bir xil. Ko'rganlar ofis market, ya'ni bizani brendimiz, nomimiz shu darajada o'zimizdan oldin ketgan. Ya'ni oddiy g'oyalarni eksperiment qilsangiz ham bozor bo'sh bo'lgan. Bizda ham tasavvur shunaqa bo'lgan. Ofis market desa juda katta kompaniyani tasavvur qilganmiz endi. Chunki byudjet bugun $100,000 byudjet bilan, lekin aslida ikki og'iz shirin so'z, to'yiga hadya taklifnoma, tekinga vizitka qilib bersangiz, ularga dehqonchilik bo'lgan televideniyadagilar taqqilatib qo'yib yuborgan. Yoki o'sha paytlar men aytardim, nima uncha kasallanaligi klinikalar reklamasi ko'p desam, u televideniyada ishlaydigan hamma 40-50 ga kirgan nimalar shu bepulga lecheniya qilib bersa, xursand bo'lib ketaveradi. Televideniyaga klinikalar nimasi bo'lar ekan. Endi psixologiyasi shu. Aytmoqchi bo'lganligim, biznes qilish nisbatan oson bo'lgan, raqobat yo'q bo'lgan, marjalar katta bo'lgan. Hali blankani ham 15 so'mlik blankani narx 4 so'm. 4 so'm bo'lgan. 4 so'mga chiqarib 15 so'm emas, 12 so'm, 10 so'm, 8 so'm sotsak ham rozimiz deb 2xlik davrlar bo'lgan, masalan. Lekin ob'yom balki bunaqa katta bo'lmaganda, lekin xususiy tadbirkor uchun, oilaviy biznes uchun marjalar 100 so'm olsangiz, 200 so'm sotsangiz bo'ladigan temalar ko'p bo'lgan. Keyin 100 so'm olib 150 so'm sotadigan ruchka, qalam, konstavar, kattaroq televizor ham olmaysizlarmi, telefon nima desa, biri 20 qo'yadigan ishlar yoqmas edi. 100 so'mga olib 20 so'm qo'yadigan nimalar bo'lsa marjalar. Maza qilmasdik. Mana shunaqa bo'lgan paytlar bor. Ko'chadan kelib kimdir nima qilgani esimda yo'q, lekin organlar jo'natib, proverkalar bo'lsa, ko'chadan tipli klient jo'natib dollar tiqishtirish bo'ladi. Dadam sezarlar, dollar olmaylar, kassaga o'ringlar derdilar. Mana shunaqa paytlar bo'lgan. Ya'ni rezultat qilgisi kelaverardi. 2002-2003-yilda birinchi konteyner Xitoyga chiqib mol olib kelganman. Daily bin degan nimalarni. Olib kelamiz, mol olib kelamiz ham eshitgan mol kelar ekan. No kanstik deylar beradi. Kanstik emas, ofis market kans tovarlarni nima qilganimizda men bozorga ham so'linishga ham mol tarqatish uchun bularni konteynerimiz keladi, Qozog'dan konteyner kelar ekan. Bularni demak rezultat qilsak bo'ladi. Ya'ni realni organdagilar tadbirkor go'shtdek qarardi. Qaysini rezultat qilsak bo'ladi degan narsa bo'lardi. Bir kun kelib rastamoshka qildim, konteyner olib chiqdim, Chuqursoydan olib to kechqurun kelguncha shom bo'ldi. Qishga yaqin ekanmi, 5-6 ga yaqin shom bo'ldi. Bolalar ishdan ketmay turinglar, mol keladi, konteyner keladi, podvalga mol tushiramiz. Kelganimizcha bir konteyner mol skaraysi bilan Qozog'dan kontrabanda mol olib keladi deb ikkita joyda kimdir sotga berganmi? Ikkita joyda bir joyda to'xtatishdi, ikkinchida shunday eshigimiz ofis marketda olib kelsa, mana deb ksivalarni ko'rsatib, ikkita mashinada kelib, hamma hujjatlarni kelib, go'sht keldi deb o'ylashuvdi. Qarasa, hammasi rastamoshga ketdi. Ofitsialni nima? Yo'q, bularniki normal ekan deb ketgan. Ya'ni uydagi o'sha podvoldagi SMBS ham, konteyner mol kelgandagi departament ham, militsiyadan ham, ro'dadan ham ko'p tekshirardi bizani nimalarni. Nalogdan ham, sesdan ham, bajarnidan ham. Lekin bozor bo'lgan, bizda yaxshiligi menimcha dadamiz hayotiy muomala tajribalari bo'lganligi uchun yo'l yo'riq ko'rsatadigan nima bo'lgan. Agar o'zimiz yosh bola bo'lsak, skariy qayerdadir kechasiga bor deb muomalamiz noto'g'riligi hisobidan ham rezultat bo'lib ketardi. Demak, ikki og'iz shirin so'z, muomala
Hamma kim aytarlar, qochgan ham xudo deydi, quvgan ham xudo deydi. Keldim bir narsa umidida keladi. Ber qo'liga $100 ber, ish qilgin deydigan davr bo'ladi. Bo'lmasa patentlarimiz qonuniy patent bilan ishlasangiz bo'ldi deydi. Naqdga olib переселение ham sotsangiz bo'lardi. Unaqa u prixod, mana bunaqa narsa bo'ldi. Patentingiz bor, bozordan xo'j o'rizor, xo'j ipodrom, любой joydan naqd pulga olib, официально chepe Mamasaidov bo'lib million so'mga xo'j переселениеga mol sotsangiz ham qism so'ramas. Yo'q, qonun nima yo'qda bundoq qilish kerak degan, ya'ni evolyutsiya davrida ko'rganmiz. Ya'ni raqobat yo'q, qonunchilik ba'zi ham endi bozorga moslangan sekin-sekin bundan buriladigan davrda real oyoqqa tura olganmiz. Bu plusi nisbatan raqobat kam, marjalar baland, lekin proverishlar bo'riydi. Men aytaman, hozir kunda Tojikistonda haligacha shunaqa ekan. Rayon, shahar, respublika xohlagan organ kelib, biznes qilsangiz haligacha xohlagani tekshira olgan. Meni jiyanlarim Tojikistonda kalbasa chiqarardi. Militsiya ham keladi, prokuratura ham keladi, organi ham keladi, hokimiyat ham keladi. Xohlagani tinim yo'q. Har kun mana Tojikistonda men haligacha gaplashaman. Haligacha organlar shu tadbirkor go'shtga qaraydi. Iqtisodiyot ham Husan aka shu uchun ham juda ham pastda hali ham. Men bu Tojikistonda biz o'sha ilk dastavkani ochmoqchi bo'ldik. Monopol litsenziya ola olmadik. Keyin asr pochta degan bitta pochtasi bor ekan chasni. Monopol qilgan. Oilaga qaraydi. Ha. U bilan majbur shartnoma tuzdik, hamkorlik, ular bizga servis ko'rsatadi deb. Endi mana shu monopollashgan bittagina tashkilotni butun boshli obyomi, ya'ni butun boshli kulli obyomi bizni O'zbekistondagi bugungi kulli obyomdan 100 barobar pastda. Shunaqa. Men nimaga bir tarafdan xursandman, bizda mana solishishga imkon bor. Qozoqlar bizdan oldinroq o'tib ketdi. Oldinroq o'tdi. Bizda mana shu ko'cha bo'lgani uchun bizda katta bizneslarga qiziq bo'lmadi. Qozoqlar bizda nima qildi? Lekin bizda mana ko'z tegmasin, yilma-yil evolyutsiya bo'ldi, lekin yomon gapirmaylik, o'sha paytda non tuzini yeb, baraka topib nima qildik-ku, lekin ko'cha tizimidan yoki davlatni organlarining tadbirkor go'sht deb qarash tizimidan o'zgarish davri o'sha 16-yilgacha kelibdi. Tadbirkor har doim любой moment proverka qilsa muttaham chiqib qoladi. Ko'rsatishi oldiga ketib yuradi. Qonunlar, chunki любой tadbirkorni ushlab nima qilsa bo'lardi 16-yilgacha. Bo'lmaganda dollar bilan, bo'lmaganda konvertatsiya yo'q, pul to'lading, aniq. Ya'ni ofitsialni biznes qilish undan qilsa ham, bunaqa qilsa ham qonunan mumkin emas edi. 16-yildan keyin mana bu yon tarafda nima tadbirkorlik rivojlandi. Bugun hammani qarasak biznes qilish nisbatan osonlashdi. Sababi u davrda kamchiligini ham bilganlar, masalan, hozirgi davlat rahbari va o'zgartirish kerak. Xalq, ya'ni tadbirkorlikni berish kerakligini, o'sha oldin ham bu gaplar gapirilgani, amal bilan nima qiyinroq bo'lgan. O'sha tadbirkorlik qilish qiyin bo'lgan. 16dan keyin bo'ldi. Siyosat tadbirkorlikda esingizda bo'lsa fora berildi. 5-6 yil. 5 yil, 6 yil moratoriy, tekshiruv, proverka, oyoqqa turib olsin, pul qilsin, ishlasin, odam ishlatsin, Siriyaga ketmasin, Moskvaga, Rossiyaga ketmasin degan realniy siyosat bo'ldi. Keyin mana bu efirlar, podkastlar 17-yildan keyin boshlandi. Asosiy rost mana shu 6-7 yilda bo'ldi. Tochka rostda o'zgarish baribir 17-yildan keyin podkastlar, anaqa intervyu, bu gapimni ham gapirsam ertaga borib tiqib qo'yadigan davrda, masalan. Oddiy tashabbus nimasi ko'rik tanlovlari bo'lardi, rayon, shahar, respublika. O'sha yerda qatnashardik, keyin jurnalistlar kelib intervyu olaman desa, yarim tadbirkorlar yo'qdirdi. Yarimi gapirishga do'noq bo'lardi. Biz bilan Hasan akam kelsa, mana bunaqa tashabbus bo'ldi, bunaqa bo'ldi. Prosta gapiraversak, televizorga olib chiqardi. Keyingisi yana Hasan Husanlar yaxshi gapirar ekan deb gapiraversa, biz gapirardik. Bizda unaqa bezatlik mislaydi. Organlarga nisbatan unaqa nimamiz yo'q edi, ya'ni mana gapiraversak, dadamga telefon bo'lardi, davlat ishida ishlaydigan tanishlardan. Rahmonberdagi Hasan Husan kamera televideniyaga chiqsin, Ko'stegada. Ko'stega degani turkuazlarga o'xshab mask shoular, komfortlarga o'xshagan mask shoular. Tadbirkor
duxini oldirib qo'yilgan davrida. O'shaning uchun hech qaysi biznes brend qilmagan u paytlar. Bitta brend qildingizmi? Ha, teper medium kvam bo'lardi. Shu komfort elitlar, turkuazlar, boshqalar sal boqalarda keyin organlar departament nimalar keju bo'lganda kattaroq go'sht bo'lsa, sen bu o'rinda bosti katta bo'lardi. Mazkur shoular 17-yilgacha rosa ko'payib qoladi. Bo'lmasa u bizneslar kichkina xuddi hozir Tojikistonning markazini qarasangiz, kichkina biznes-ku. Shunaqa narsa 17 dan keyin bizneslar kattalashdi. kattalashib ketdi. Kalibr kattalashdi. Birinchidan biznes qilish qo'rquvi yo'qoldi. Bu muhim ekan. Ikkinchidan 6 yil, 5 yil qo'yib xato qilsa ham indamadi dedi. Oyoqqa turib yurib dedi. Mana endi nalog tizimiga qilmasanglar bo'lmaydi deydigan narsa ketdi. Bo'ldi. Bu bir tarafdan zo'r bo'ldi. Iqtisodimiz nima bo'ldi? Sistemli bizneslar, brend bizneslar, tizimli sej bizneslar ko'payishni boshladi. Tojikistonda biz menimcha o'sha 17-yilgacha bo'lgan holat haligacha bor. Menimcha bizani shu 17-chi emas, shu 15-yilgi holatimiz hozir uladi. Bir 10-yillarning holati deyman-da. Ana bizda unda Qozog'iston bilan solishtirsa, qozoqlar o'tib ketganda biz yurardi, kichkina biznes. Sal pul topgan odam Dubayga, Rossiyaga, Rigaga pulini olib chiqib ketaveradi, Turkiyaga olib chiqib qo'yadi, chunki ertaga nidda bu biznesini bossa, hech bo'lmasa zapasnoy aerodrom bo'lsin, ro'zg'or bola chiqadi. Ya'ni brend qilish, ofis marketda brendini qilganimizga afsuslanib yopib yuborganmiz. Rayon, shahar, respublika kelib hammasi gruzit qilaverardi keyin. Homiylik ko'zga tushdingizmi? Ana ofis marketni homiy qilinglar, gruzit qilinglar deb oxiri o'sha 13-yilda o'ldi ofis marketni, o'rizorni sotdik. Yo'q, bankrot bo'ldi degan fikr bo'lsin dedikda, bizneslarni bo'lib tashlash vaqtida bo'lgandi. Hozirgidagi brend qilish biza kitobida nimaga brend qilish vaqtida, lekin amalda brend qilish ne vaqtida degan savol bo'lardi bizda. Amalda brend qilgan tadbirkor brend bo'lardi keyin. Mazkur shouga nima kallangni ko'tarsang, kechasan, chopilasan deydigan kitobdagi haligi rossiyskiy treninglarni, amerikanskiy treninglarni ko'rsangiz, brend lичности bu faqat невыгодный zamon bo'lgan. Shunaqa bo'lgan. Ya'ni mana 17 dan keyin ko'pchilik hozir mana bu уже 10 yil davr o'tdi, 16 dan 26 gacha 10 yil davrda hozirgi siz aytyapsiz-ku, eshitganmiz-yu, bo'lmagancha tadbirkor duxi oldab qo'yilgan zamon bo'lgan. Qo'rqardik. Qo'rqish ham eng asosiy narsa через organda. Shunaqa. Bor rezultat. Milliy xavfsizlikda asosiy shu tadbirkorlar, metanzafovkalar bo'lib qolganda, endi kimni puli bor, kimni so'yamiz. Metanzafovka ham bo'lgani uchun bilamiz. Yo hozir ham qo'rquv yo'q, lekin hamkorlik bor. Masalan, men o'zimizning ishdan kelib chiqadigan bo'lsak, bizniki endi o'sha boya misol qildingiz, varaqa chiqarishi mumkin edi, boshqa degan narsa. Bizniki tashish bo'lgani uchun juda ham ko'p narsa tashilishi mumkin. Biz o'zimiz ham sababchi bo'lmaslik uchun bizda hamkorlik bor. Misol uchun buni tan olishimiz kerak. Nima hamkorlik bor? SMS rasilga ketadi. Tovaringiz yetib keldi, tovar boradi degan. Massiviy ketadi uchun SMS hammasini biz ro'yxatdan o'tkazib, tasdiqlab olamiz va undan boshqa SMS jo'nata olmaymiz. Ya uni sag'ilsat qilasiz. Ha, sag'ilsat qilamiz. Bezafasini suqlaymiz. Tashish ham xuddi shunaqa. Misol uchun bizga mumkin bo'lmagan narsalarni kriteriyatsini belgilab qo'ygan. Shu mahsulotlarni tashimaysan, mabodo shu mahsulotlar kelsa, bizga xabar berasan. Biz shartnomaga qo'l qo'yganmiz, qilamiz, chunki bu davlat xavfsizligi miqyosidagi ofitsialniy narsa. Tadbir o'tkazilmaydi emas, ularni o'zligi ham kelib orada tekshirib turadi. Shu qurol yaroq chiqazib turadi, mulyaj bombalar chiqazadi. Bitta tadbirda Surxondaryo Termizdagi bitta davlat idorasiga bombani dastavka ham qilganmiz, ya'ni mulyajni. Tekshirish uchun dars qiladi. Bu ishtirok qilish emas, orqasidan misol uchun bizga ma'muriy qilmadi, jinoiy oshmagan dars berib qo'yadi. Qanaqa ishlash kerak? Nima bo'lish kerak? Demak, mana bunaqa bo'lsa, mana bunaqa tekshirish degan talablari bor. O'sha talablar bo'yicha ishlaymiz, lekin bu qoida kirgizilgan, bu hamkorlik uchun. Bu gruzit emas. Ochiqchasiga aniq qiladigan bo'lsak, bu noqonuniy talab emas. Faqat hamkorlikda biz bilan ishlagin, biz ham seni poddershka qilib birga ishlaymiz degan. Bu xavfsizlik. Bu normal. Ya'ni bu normal. Hozirgi bor holatimiz shunaqa, endi eskidan kim siz bilan kelib hisoblashgan. Eskida ko'proq niyat barib go'sht qilish bo'lgan. Chunki so'yib tadbirkor yaqqol go'sht. Bu yerda baribir endi tan olishimiz kerak. Tadbirkor 16-yildan keyin qahramon bo'ldi-da.
bo'ldi qilsin. Qaysi Odam tadbirkor medal ishlatsin, olgan deb pul olsin, Hasan akam medal gapirib olsin. qo'ydi. Masalan 16gacha medal olgan tadbirkor esimda yo'q haqiqatan ham. Balkim fermer, balkim paxtakor yo bir narsani qilgandir-ku, lekin san'atkorlarni, sportsmenlarni nimasi bo'lgan, lekin 17-yildan keyin biz ham bunaqa podkast qilsak 2 yil, 3 yil uncha odam podkastga kelmagan. 2-3 yil qovun pishig'i o'tsin, keyin suhbatga kelamiz. Hozir birdaniga davlat bunaqa tadbirkor qahramon qildimi desa ishonmanglar. Arqonni keyin qo'yib ertaga tortadi deb duh oldirilgan edi. Hozir o'sha biz faktor ko'rsatuvlar chaqilganda Ulug'bek Hoji Ahmedovlar, Akmal Nasriddinov yoki yana ko'p bugun kelasi oldida bir intilishni qilib yurgan insonlarni chaqirsak ham yo'q qo'yilib bizga tinchlik kerak deb 20-yilgacha kerak efirga chiqmagan. 16 emas, 20-yildan keyin 22-yildan keyin mana bir intilishni degan mavzular dolzarb bo'ldi. Chunki nimaga o'sha eski gendagi qo'rquvlar bor edi. Qo'y efirda bitta gap kam, ikkitasi ko'p deydigan bo'lardi. Zo'r. Men Qozoqdan o'sha Deli anaqa konsertlarni olib kirganman dedingiz. O'sha emas, Xitoydan keladi. Xitoy, через Qozoq kirib kelgan. Ya'ni ofitsial yo'li transport Qozog'istonga keladi. Endi ochiqcha suhbatlashib ketib qoldik. Konvertatsiya masalasini, valyutani qanaqa farq qilgansiz o'sha paytda? Konvertatsiya endi hozirgi holat bilan solishtirish uchun bankka iltimos qilsak, pulimiz yarim yillab zamorojisi bo'lardi. Yoki ofitsialni shuni yo'lini topganlar kim bo'lardi? Tekstilchilar bo'lardi. Eksport qilsa, puli bo'lsa, ularni kontrakt ruxsaronni kontrakt qilishimiz kerak bo'lardi. То есть men zavodim bilan gaplashardim. Sizni eksportdan tushgan pulingiz bor. Men uni dileriman, lekin aytardimki, Behzod aka firmalarga kontrakt qilib ber. Behzod aka dollarni kelishtirib, davlatdan ololmayman, davlat kursi 1000 so'm. Siz aytasizki, men 1200 so'mdan sizga to'lab beraman. Shunaqa qo'yardi ustiga. Ya'ni bo'ldi, men себестоимость so'mga o'tkazardim. Ofitsialni to'lab berardim. Ichki qanaqadir себестоимость so'mga. Siz chiqarardingiz, siz kursovой razlichadan pribel qilardingiz. Lekin menga o'shanda ham ko'tarardi. Sizdan qimmat kursda bo'lsam, olganim ko'tarardi. Chunki ko'chaga abnal qilsam ham 0.8 mi qanaqadir 0.7, 0.8 degan razlitsalar bo'lardi. Menga abnal qilib biznesimni riskka qo'yganimdan ko'ra yaxshi men bilgan eksportyorlar bilan ishlashim выгодно bo'lardi. Bu sxemani tushunish vaqt kerak edi. O'sha tushunmaganlik uchun raqobat kamroq edi. Hozir masalan holiga odam eksportyor qidirib yaxshi yomon bo'lishga ehtiyoji yo'q-ku. Shunaqa. Bankka borasiz, pulni berasiz, pul chiqadi. O'sha bu ham konkurensiya qilish qiyin bo'lgan. Ya'ni kimdir bu sohaga tushunmagan odam sxemani chetdan kelgan, umuman tushunmas edi. Uni sxemani tushungan odam biznes temasini topa olardi. Masalan, menda bo'ldi bittami, uchtami, nechtadir eksportyor tanishlarimiz bo'lsa, aka, men bir yilda masalan Delini 4 ta konteynerni olib kelaman. Har kvartalda bittadan konteynerga sizdan kontrakt qilib turay deyman. Masalan, ko'p emas, $50,000, $70,000. Bo'ldi aka deydi. Uni $70,000 puli bor. Zarani etib qo'yishim kerak. Menga keyingi oyga $70,000 pul kerak bo'ladi. Pulimni yig'aman, sizga chiqaraman, siz nimaga? Men bunga so'mda tipi mahsulotga to'layman. U zavodga to'laydi, ofitsialni olib kiradi, men bundan sotib olaman. Bu 15% ustiga qo'yadi. Bar nal-beznallar razlitsasini beradi. Bu zato ofitsialni bo'lardi, men qo'rqmasdan ishlardim. Buni bilmaganlar yo bir saxiy orqali, yo naqd savdo qilib olib kelish kerak bo'lardi. Ular naqd bozor boshqa edi, перечисление bozor boshqa edi. Bizda masalan перечисление nishani topib olganligimiz uchun bizga выгодно edi перечисление segmentga ishlash. Bozordan naqd o'sha qonunlar o'zgardi-yu 2000 nimalargacha kirib naqd. O'siz nal beznal sxema ana shu davlatga tayyor go'sht bo'ladigan sxema o'sha yerda edi. Sen naqd oling, приходing qatta. Buning qatta. То есть kimdir ofitsialni abnal kontoralar bo'lardi. Bozordan mamnun olib berib, men senga to'layman, sen abnal kontoralar yarim yil, 1 yilda ochilib firmasini yopib urardi. Bitta nima deydi, bitta sholg'omni direktor qilib qo'yishardi. Har yarim yilda firmasini alishtirardi. То есть nimadir ofitsialni topa olmasangiz, bozorda bor, menga olib bering deb abnal kontoraga pul to'lab, bozordagi narsangizni prihod qilishingiz kerak bo'lardi. Налоговый bilan birga kelishilgan firmalar bor. Ular endi uni emas. Mabodo bo'lsa, men ofitsialni prihodim bor. Men перечислениga mol sotdim. То есть sxemani tushungan odam riskni kamaytira olardi. Sxemani tushunmagan odam tushunmasa, любой moment organga go'sht bo'lardi. Bizda endi ozgina o'qish, o'rganish, shu temani tushungan
tanish bilish tadbirkorlar bo'lganligi uchun sizlar qanaqa qilyapsizlar deb hozirgidek klublar bo'lmagan-ku oldin. Ha. Bir-birimizdan хотя бы so'rab o'rganilardi. Buni уже bugun 10 mingta tadbirkor bo'lsa, 10 mingta emas, 100 tagina tadbirkor sxemani tushunsa, o'sha har bitta tushungan tadbirkor o'zini temasida konkurensiyada yutish ehtimoli ko'proq bo'ladi. Riskini kamaytirish hisobiga. To'g'ri. Bu себестоимость kamaymasdi. Себестоимость baribir yo обнал kontoraga ketardi yoki o'sha ofitsialni olib keladigan ketardi. Zato risk proverki kamayadi. O'lib qolmaslik uchun. Proveryash kelardi. Oldin har yil kelardi. Keyin qonunlar 4 yilda bir marta proverka bo'ldi. Boshqa bo'ldi. Oldin har yil kelish 2 marta, 3 martadan ham xohlagan payt kelardi. Keyin o'sha koordinatsiyalar endi 16 gacha o'zgardi. 4 yilda bir degan narsalar baribir masalan oldin 1 yilda bir yoki xohlasa bu oy prokuratura, keyingi oy налоговый, keyingi oy siz, keyingi oy pojarnisi 10-yildan keyin yoki 5-yildan keyin u endi Karimov davrida 4 yilda bir proverka degan narsalar bo'lardi, lekin kelsa 4 yilda bir ham har pul nomagungacha, zakaz nomagungacha xatoni baribir topardi. Xatoni topsa расходku o'sha majburlarni o'rganishga, o'sha blankani qoidaga tutishga, o'yinning qoidasini tushunishga. Lekin qoidalar juda oson bo'lmagan, prozrachniy bo'lmagan. Konvertatsiya yo'q bo'ldi. Любой moment xohlagan tadbirkori shunda tortib go'sh qilsa bo'ladigan. Ya'ni nima bo'lgan? Chunki qonunni o'zi ofitsialni o'ynashga imkoniyat bermagan. Konvertatsiya bo'lmaganda. To'g'ri. Endi hozirgi sharoit ancha yaxshi. Bozorga kirish oson, marja kam. Marja kam, lekin baba ishlash juda qulay. Endi shu sharoitga ham bitta noodatiy savol beraman. Tanish bilishsiz, poddershkasiz yoki qanaqadir bir orqasida investor deylik, ofitsialni, ya'ni pul tikib turadigan odamni siz ham millioner bo'lish mumkinmi? Bugunmi? Bugun oson. Bugun menimcha osonroq-ku. Nimaga mana sizlar hozir podkast olsizlar, orqangizda kimdir tanka turibdimi? Hokimiyatdan, налоговдан, prokuraturadan oldin tadbirkorlik orqasida tankasi bordi, u ham fikr bo'lardi. Hozir mana shu podkast qilish uchun bularning orqasida kimdir bordi, qo'rqmasdan podkast qildi degan narsa yo'q. Ya'ni shu ham biznes masalan podkast qilish ishi. Bu yoshlarga bitta motivatsiyada endi kimdir bo'lish kerak bor bir narsa bor baribir hali. Yo'q, menimcha yo'q. Biling, bir xillarning miyasida bor. Что nimadir biznes qurish uchun orqangda kimdir bo'lish kerak. Uzumda savdo qilish uchun tanka kerakmi? Nechta seller bor uzumda? Hammasini tankasi bormi? Oldin shunaqa, yo'q, налоговda tanishi bo'lmasa, hokimiyatda tanishi bo'lmasa, prokuraturada tanishi bo'lmasa, militsiyada, SMBda tanishi bo'lmasa, biz qilish qiyin degan narsa bo'ladi. Haqiqatan ham qiyin bo'lar, chunki kimdir kelsa, kimdir kimgadir telefon qilib, aka ayting, bizani tanishdi, men siz tanishishga tegmaysiz, siz meni tanishimga tegmaysiz degan narsa bo'lgan oldin. Hozir yo'q-ku. Hozir siz podkast podkast temalarga kirmanglar, bu palonchini biznesi degan Tojikistonga o'xshagan mentalitet yo'q-ku, pochtaga kirma. Hozir siz Tojikistonni bozoriga kirganingizdan ko'ra, kechirasiz, Bekobodda bozoriga kirsangiz ko'proq ob'yom qilasiz. Bekobodda hozir ham ob'yom ko'proq. Mana tushundingizmi? Nimaga? Monopoliya bor joyda muttahamchilik, nimachilik ko'p bo'ladi. Ya'ni o'sha chinovnik o'zining interesini o'ylab, butun davlatning interesi o'lib ketadi. Iqtisodiy enasiniga kiradi. Tojikistonni iqtisodi qachon baland bo'ladi? Agar mana shu oq tizimga o'tsa, qon davlatda ham ko'p aylanadi. Налогlar ko'proq tushadi. Agar hamma chinovnik bu pul qilish imkoniyati uchun nima qilsa, davlatning ishxonasiga kirish har doim vigidni bo'ladi. Kirib olsam, 10 ta tadbirkorni soqqa qilib, sog' yuraman deydi-da, o'zini shukurni interesi davlatning interesiga qarshi ish qiladi, muttahamlik qiladi. Shuning uchun bu uzoqqa borish kerak emas. Nimaga o'zbek tadbirkor yugurib borib hozircha Tojikistonga filial qilgandan ko'ra, Samarqandda, Urgutda, Buxoroda, Qashqadaryoda, Bekobodda o'zimizni любой tumanda yangi filial qilish Tojikiston bozoriga kirishdan ko'ra ko'proq ob'yom olasiz. Siz kirib yana kimgadir pora berib, kimgadir aka-uka deyishingiz smysl mahalama boshimni ortib deysiz. O'shaning uchun qonun ishlamagan davlatlarda O'zbekiston bo'ladimi, Tojikiston bo'ladimi, Qirg'iziston bo'ladimi, Turkmaniston bo'ladimi, ya'ni chinovnik ishlaydigan davlatda katta kompaniyalar kelmaydi. Xuddi hozir siz biz oddiy tadbirkor mahalama hozir energiyamni yoqqa borib kimnidir kuyovini, kimnidir qizini, kimnidir o'g'lini
Tega kirib bitta kichkina pochta biznes qilishim kerakmi? Qilmadim, undan ko'ra men bitta qilaman. Xuddi shunaqa bizda ham 16-yilgacha nima qiladi chet tildagi katta kompaniyalar O'zbekistonga kirib. Kelib bitta hokimning gapiga, yoki prokuror gapiga qarab qo'shqo'yga qarab yuradimi? Короче, stadioningga ham, direktoringga ham, ikkita bakovul sudanga ham deydi. Bizani tadbirkor ham qo'y deydi. O'tda muttahamlik, poraxo'rlik, ko'chadan keladiganga men yalinamanmi? O'tda u qishloq fikrlashdagi bozor menga qiziq emas deydi. Menga qonun ishlaydigan, tizim ishlaydigan bozor qiziq deydi. Realni katta biznes, realni investor. Shuning uchun bu bizaga misol. Bir paytlar Qozoq bilan O'zbekiston solishtirganda, biz xuddi hozir O'zbek bilan Tojikiston bozorini solishtirganda, bu men aholisini nimasini aytmayman, lekin biznes qilish tizimidagi nima? Kechirasiz 90-yil deyman. Birov men kelib Tojikistonda biznes qilsa, rahmat deyman. U energiyamni undan ko'ra men Mamlakatga ket qilsam yaxshiroq bo'ladi. Ko'proq baraka topaman, vaqtimga, pulimga nima deydi. Men undan ancha yaxshiroq deb o'ylagan ekanmiz biz holatda. Shu uchun O'rta Osiyoda endi bo'laylik degan bir strategiya bor edi. O'sha 14-15-yillardan ham pastroq tuyuldi bizga. Bekobod deganingiz zo'r tushdi o'zi. Franshiza sotamiz biz ham. 40 million so'mga Bekobodga franshiza sotganman 24-yil. Hozir 350 millionga klienti bor ekan. Sotaymi, endi bizdan biz sotamiz-da uni sotishga. Ya'ni sotishga o'zi zapret qo'yib qo'yganmiz, ya'ni salkam 10 barobar, ya'ni 2 yilda bitta olgan franshizasi 10 barobarga oshyapti. Oddiy o'sha Bekobodda bu nimani hisobiga? Tadbirkorlikni rivojlanishi, chunki bizning ish tadbirkorlikka bog'liq. Sizni ishingiz rivojlansa, nimadir jo'natasiz. Xuddi shunaqa endi oddiy ko'p narsa jo'natasiz. Bilasiz, Hasan akam keyin ko'p chiqadilar anaqadan mahsulotlarni anaqa qilishga. Shu o'sha oilaviy biznes dediz, yana hammada o'sha og'riqli tema bor. Hozir Hasan akamni eslagan akamiz shuni ham berib o'tkim keldi. Aka-uka ko'pincha birga biznes qilasizlar. Qanchalik oson, qiyin va buni mana nechidir yildan beri 30 yildan oshgan bo'lsa kerak, qanaqa qilib eplab keldinglar? Yo'q, oilaviy biznesda agar aka-ukalar nimalar bo'lsa baraka zo'r. Ofis marketdan ota-ona 4 ta o'g'il boshlaganimizda 10x, 100x o'sgan biz. 97dan 2000gacha 6 kishi boshlagan bo'lsak, 2000-yilda 200 ta xodimimiz bo'lgan. Ya'ni biznesda Hasan akam savdoda, marketingda zo'r. Men kadrda, tizimda, finansda zo'r. Akam ishlab chiqarishda, ukamiz zakupda. Onamlar finansga qaraganlar, dadamiz bosh bo'lib, buni qilinglar. Men buni qilsak bo'lsa, desak, davay qilib tez rivojlangan biz. Ya'ni bir-birimizni sinashga, tekshirishga nima bo'lmagan. Lekin tez o'sgandan keyin startap etapidan keyin tizimli biznesga ehtiyoj bo'ladi. Ya'ni davay etapidan keyin tizimli, hatto aka-uka ham sherikligimizni evolyutsiyada o'rganganmiz. Hozir masalan men Hasan akam bilan, yoki ukam bilan, yoki kim bilandir, hatto o'g'lim bilan biznes qilsam ham sherikchilik shartnoma qilishimiz kerakligini tushunaman. Qachon ishlaymiz mana Infactor loyihasini 17-yil boshlagan bo'lsak, Hasan akam bilan birga boshlaganimiz uchun bu yana baraka bo'ldi. Xudoning barakasi Infactor 17-18da boshlandi. 19dan ayniqsa karantindan rosa Xudo baraka berib ko'pchilik tanidi. Katta pul topmagan bo'lsak ham juda ko'p do'stlar orttirdik sizlarni. Boshqa ko'p mana Infactorga kelgan insonlar bozorda mana shu biznes atrofidagi ilm bir chorrahasi bo'lib qoldi. Har bitta tadbirkor kelib qaysidir tajribasi bor insondan nimadir o'rganadigan, network bo'ladigan joy bo'ldi. Bu Hasan akam bilan birgalikda sheriklikda qilgan ishimiz. Kamchiliklar nima desa, ba'zida o'sha men oxirgi o'qigan nimalarimda shlyapala degan ibora bor. Ya'ni rollarimiz aralashib ketadi. Oilaviy tijoratlarda men hozir aka-uka sifatida ishlayapmanmi yo men biznes sherik sifatidami? Rol, ular sotuvchi, men finansman bo'lsam, finansiz rolim bilan aka-uka rolim aralashib qolsa, ba'zida emotsional nimalar bor. Hozir kelishuvlarimiz bo'lganda aka-ukaligimiz uyda, ishda aniq pozitsiyalarimiz bor.
kim nimaga mas'ul? Siz nimaga mas'ul, men nimaga mas'ul? Qaysi qarorlarda birga kelishib qaror qabul qilishimiz kerak. Emotsiya aralashgan joyda ko'ngil xiralik bo'lib qoladi. Emotsiyada moliyaviy xato qarorlar ko'p bo'lib qoladi. Bo'lganmi? Bo'lgan. Emotsiya bilan bo'lgan ishlarda, masalan, Infactor'da ham hatto Hasan akam bilan 17 dan 24 gacha ishladik. 25 da bunda olib qarasa tarqaldik desa ham bo'ladi. Ya'ni hozir birga emas biz Hasan akam bilan. Ya'ni tarqaldik qaysi ma'noda? Boshlagan loyihalarimizdan o'sha zerikdik. Infactor, Impulse, Jalinga, Coworking, o'nlab yana esingizda bo'lsa Infactor kirsiz loyihalar bor. Ko'p. Lavanda, Salohiyat, Kapital, Kalibr, bu, ya'ni My Life Planner, temalar ko'p. Bu hammasi e'tibor talab qiladi. Ya'ni loyihalarni boshladingizmi, farzandni ko'paytirgandek, biznes ko'paytirgandek bo'lasiz. Unda kadrlaringiz ko'payadi. Xarajatlaringiz, arendalaringiz ko'payadi. Hisob kitobi kasha bo'lib ketadi. Ya'ni startup etapida ishlab bo'lmaydi. Hasan akam loyihani tuzish, bozorda pulni ko'rish bo'yicha Xudo bergan talantlari bor. Lekin men tizimchi odamman. Haligi levi polshari deydi, miyada pravi polsha. Tvorческий polsharilar zo'r. Men har bitta boshlagan loyihalarda tizim qilmasak pul yo'qotayotganligimizni, qarzimiz ko'payayotganligini ko'raverardim. Jon Hasan aka, yangi biznes boshlamang derdim qaytaga. Qaytaga ko'p biznesga o'zi yangilik kerak, qon bu. Lekin yangilikni shu darajada ko'paytirib tashladingizki, men bu kecha boshlagan bizneslarimiz o'lib qolyapti. Bugun bu loyiha, erta bu, endi bu deb keling bo'lmasa yo'limiz tarqalsin deb ochig'i 24-yil yurib tarqaldik. Xohlagan bizneslarni siz oling, men bitta biznes qolsin, bitta biznes yetadi menga derdim. 3 oy yurib, keling 25-30-yil strategiyamizni gaplashib olaylik, nima qilamiz? Nima biznes qilmoqchisiz? Men miyangizga narsani bilay derdim. Avla g'oya keldim, biznes boshlayveradilar. G'oya keldim, siz bilan gaplashishlar bitta biznes, bular bilan gaplashishlar bitta biznes. Ya'ni boshlayveradilar. To'g'rimiz yo'q, ya'ni yaxshi ma'noda. Bu zo'r bu. Men qila olmayman ular qila olgan ish. Lekin biznesga ba'zida bu ziyonga ham yuradi. Chunki biznes egasi biznesni boshlab, muayyan paytdan keyin tizimga o'tish kerak bo'lgan paytda o'zi biznesiga o'zi xalaqit qilib qo'yishi mumkin. Biznesni qoni bo'lgan pulini tortib noto'g'ri tomonlarga berib yuborsa, bu bo'lmaydi. O'sha tizimli biznesda jostki reglamentlar muhim. Sherikchilikdagi kelishuvlar muhim. Men direktormi, sen direktormi? Kim? Zarulim kim? Kimni direktor qo'yamiz, kimdan nimani so'roq qilamiz? Kadrlar siyosati, moliya siyosati. Mana shu narsani Infactor'da 2022-yil oxiriga kelib, Hasan aka, holimiz yaxshi emas. Infactor'da kichkina loyiha, ya'ni образовательный loyihada $600,000 qarz yig'ilib qoldi. Majburiyat yig'ildi dedim. Как раз Big Data'ni ochgan paytinglar. Ya'ni sizlar ochganda ham aytdim, bu pul ko'p emas. Gaplashgan odamlar bu pul ko'p deb o'ylaydi. Kelib odamlar $50 ekan, $100 ekan, lekin bu qarzi, majburiyatini men ichidan bilardim. Moliyachi bo'lganligim uchun ko'rganlar wow, buncha pul bor ekan. Asosan ilmda endi. Ha, wow deydi, lekin men bilardimki, yilma-yil qarzimiz 200,000, 300,000, 400,000, 500,000, 600,000 dollarga chiqib ketdi. Xodimlarning oyligi, arendalar, infrastruktura, remontlar, o'sha showroom nimalarni qilish. Ko'rganlar wow, Infactor rivojlanyapti deb o'ylaydi. Har doim tagiga moliyasiga qarshi. Men moliyachiman. Qalay siz zo'r cho'kapmiz derdim. Zo'r cho'kapmiz. Ishxonadan dividend ola olmasangiz, o'sha motivatsiyangiz bo'ladi. Egasi so'nishni boshlaydi. Yoki masalan, sizlar begonalar bilan sherikchilik qildinglar. Ishladinglar. Bir yildan keyin pul tiqas, bolalarga oylik, unga oylik, arendaga oylik, faqat tiqsangiz pul kelmasa, sheriklar aytadi, menga uzr, menga kerak emas bu biznes deydi-ku. Kelsa bir yilga bormaydi. Bo'pti, Big Data, xohlasang sen ol, xohlasang sen ol. Sotib olaylik, pulni chiqarib olaylik, bo'lmasa ziyonni to'xtataylik. Bizda ziyonni to'xtatish $600,000 borgandan keyin o'sha men pajar ko'tarish boshladim. Hasan aka, holatimiz yaxshi emas. Keyin o'qishni boshladim. 2 yil o'qidim. ATM, Vysotsky, Evolution deganda, planiy finans planir. Tushundimki, strukturamiz yo'q.
tushundimki, finansiy planering nimamiz yo'q. Buni tushumini bunga, buni tushumini bunga, qozon o'chog'ini ofis marketda bir paytlar alohida qilgandek, mana shu hamma loyihani alohida qilib, qaysi biznes выгодный, qaysi biznes невыгодный. Menga tvorческий kayf kerak emas. Menga finansiy kayf kerak degan shart qo'ydim. 2 yilda o'zimiz qarzga chiqqanmiz, biriga yopishimiz kerak deb qurgan joylarimizni bir qismini Dexga berib yubordik. Coworking kerak emas. Bo'pti, Hasan akam bizneslarga berdik. Uni ham mana endi mana shu yil aprelda chitting-piting qilib yopish sharti bilan 4 yilga $145,000, $600,000 ichidagi qarz unga berib yopdik. Kamaytirdik. Xodimlarni sakrashini qildirdim. Ya'ni жесткий antikrizisni решениyalar qilishga majbur bo'ldim. Uni qildik. Jalinga studiyalarimizni 3 ta qilib tashladik. Ikkitasini sottirdim. $300,000 o'tdan qarz yopildi. Har oy amallab $10,000 $10,000 pribel bo'lsa butun deytilsa, o'zi katta pul emas, o'quv markazi uchun 10,000. O'shani qilib 2 yilda $300,000 qarz, jami $600,000 qarz yopildi. Yopilgandan keyin o'sha tadbirkor iznos bo'ladi. Pul kelmasa, yoqmay qoladi. Kecha yoqqan biznes, tvorческий kayf bergan biznes, pul kelmasa yoqmaydi. Ya'ni sheriklar tarqaladi. Men aytdim, nima qilamiz? Bu yoqdagi strategiyani bilib olaylik dedim. Bizda Hasan akam bilan yozuvchi yo'q edi. Sheriklar bilan muhim narsa yozuvchi. Aka-uka sherikchilik bo'lsa ham yozuvchi kelishuv bo'lishi muhim ekan. Mana ukam bilan yozuvchi kelishuvim bor edi deyildi. 13 yil o'shanga rioya qildik. Pul ham topdik, dividend ham topdik, foydasi bilan ham sotdik. Hasan aka yozuvchi qilishimiz kerak desa, olib kel, men qo'l qo'yib beraman dedi. Men aytdim, yo'q, qo'l qo'yib berish emas. Biz kelishuv shuna qilishimiz kerak ekan. Ulug'bek aka Hoji Ahmedovga bir kun bordim. Aka dedim, "Cho'ta ko'nglim to'lmayapti. Chetdan qarab bersam, kelishuvinglar bormi yozmadilar." "Yo'q, mana shuni qilinglar." Hasan aka Ulug'bek ham shunaqa dodilsa, "Olib kel, qo'l qo'yib beraman" dedim. Demak, yo'q. Demak, yo'limiz tarqalish kerak ekan. Bizga aka-ukalik muhimroq. Jim birgalikda biznes qilib, pul topmay, ertaga bir-birimizdan xafa bo'lgandan ko'ra bo'ldi. Demak, hatto aka-ukani orasidagi biznes sheriklikda ham yozma kelishuv, yozma kutuvlar. Bugun kirdik, necha yil ishlaymiz. Qachon bir kun kelib, yo siz zeriksangiz, yo men zeriksam, yo ko'nglimizga pul topmasak, qachon chiqishimizni kirishda chiqishi ham kelishish muhim ekan degan qoida bor bugun. Chunki biza 97dan 2007gacha o'z marketda oilaviy biznes qilganmiz. 2007da bo'linganmiz. Men Daily biznesda, Hasan akam Dex biznesda, ukamiz Taklilon biznesda, akamiz Poligrafiya biznesda bo'linganmiz. Bo'ldi, hamma biznes hammasi alohida. Qozon o'choq alohida bo'lgan. 2007dan 2017gacha alohida biznes bo'lgan. 2017dan 2024gacha Hasan akam bilan bitta biznes bo'ldi. Mana 2025dan hamma qarz yopdilar. Bo'ldi, menga ruxsatni turdilar, ketdilar. Bu bizneslarni nima qilamiz? Bilganing, xohlasang yop bor, xohlasang sot bor, xohlasang pul bor desang bo'pti. O'zing bilganingda boshqar, men xalaqit qilayotgan bo'lsam dedilar-yu, kasbimni ko'tardilar, chiqdilar, ketdilar. Ular Xudo bergan talantlari bor, ular Ronaldolar. Ular borib hozir bir piyola choy ustida kelib ukamizning Centers Towers nimasiga maslahatchi bo'lib, bir o'tirishlarda 1 million, 5 million, 10 million dollarlik savdolarni qilyaptilar. Endi oyiga $100,000 savdo qiladimi, yo'qmi, Infactor 1% KPI topsalar, qayerda $1,000 yo $100 million proyektni 1% ga bo'lsa ham oyda kelibsa, o'zlarini qiynamay, maza qilib kelibsa $100,000, $200,000 baraka topdilar, qiynamay. Hujumda o'tirish kerak. Ya'ni ba'zida insonning tipaji bor ekanki, ular Xudo bergan o'sha biznesda ko'ra oladigan qobiliyatlarini mana kichkina biznesni ko'tara olmadi kalibri. Shunaqa. Ya'ni Paxtakorga yoki mahallani futbol komandasiga Ronaldoni olib kelib qo'ygandek gap. Undan ko'ra Ronaldo men Paxtakor yoki qaysidir kichkina klubga egasi bo'lgandan ko'ra katta komandalarda napada ishligini qilib o'zini o'sha 10 million 100 million dollar topgani yaxshi bo'lgandek, shuni topish uchun ham ba'zida vaqt ketar ekan. Bu hayotni bergan bizga darsi bo'lar ekan. O'shaning uchun men ochiq aytaman, bu hayot zo'r ma'lum, zo'r o'rgatadi, qimmat oladi. Mana shu ko'rganlar u bo'pti, bu tadbirkor hammasida bor balandpast. Sizda ham nechta balandpast loyiha bo'lgan. Bizda bu uncha kitobdan zo'rda. Zo'r. Bu uncha Infactor mana shu tadbirkorlarning hayotiy balandpastlarini bera oladigan sahna bo'ldi-da. Buni qilinglar, qilmanglar. Biz qimmat pul yo'qotdik. Biz umrimizni yo'qotdik.
Mana Hasan akam ham onkologiya bo'ldi. Shitovidniy jildimiz ketdi. Sog'liq ketdi. Energiya ketdi. Уже bugun hayot zo'r o'rgatadi, qimmat oladi degan hayotiy darslarimiz bor. Bolalarimga уже aytamanki, o'g'lim mana 25 ga kirdi. Bir paytlar dadamiz yonlarida biz o'sganmiz. Bolam biz 20-25 yilda qilgan xatoni qilma, kelgan joydan olib ket. Tizim bilan ishla. Men bilan ish qilsang ham sherikchilik qil. Ama keyin o'g'il bilan gaplashsang ham yozib chizdi qilib, hozir 2 haftadan beri bitta переговорni yozib chizisiga переговор qilib, keyin oldi berdi ish boshlayapti. Katta masalan 10 ming, 100 ming dollarlik ish qilsa, переговор qilaylik, noto'g'ri kutub bo'lmasin, g'arar bo'lmasin, kelishuvimiz puxta qilaylik. Yaxshi. Biza farzandlarimizga, jiyanlarga kelishuvlarni to'g'ri qilaylar. Ertaga bir-biringizdan xafa bo'lmagan. Biza masalan xafa bo'lamiz, ko'ngil nozik. Ish jarayonida qattiq gapirib qo'ysak, aka-ukada biz begona bo'lsa karotchi deymiz. Yoqmasa surbotdan deysiz. Yoqmasa shu potaxona o'qiylik deysiz. Lekin aka-ukada xafa qilib qo'ygan paytlarim bo'lib qoladi. Moliyachi sifatida. Hasan akam fe'llari keng, indamaylar. Lekin qalblarini bilmasdan ortib qo'yamiz-da. Qalb masalasi nozik masala. O tijoratda qalb bilan ishlab bo'lmaydi-da. Tijoratda kelishuv, hisob-kitob masala baribir muhim sheriklarning orasida. Qalbingizga qarab yurursangiz, lekin foyda bo'lmasa, endi aka deydi, menga foyda muhim biznes qilishdan deydi-da. Ya'ni shu joylar bor. Oila biznesda ana shu er-xotin ishlagan joylarda oilaning munosabatlariga ta'sir bo'lishini ko'rganmiz. Aka-uka ishlagan joyda munosabatlarga ta'sir bo'lishi kerak. Biz aytamizki, mabodo tijoratda nimandir kelisha olmasak, bizga aka-ukaligimiz muhimroq. Tijoratda bo'lina qolaylik, lekin aka-ukaligimiz qola qolsin deymiz. Mana bizda mana shuni ota-onamiz hayot bo'lgan paytda, sheriklik qilgan paytlarimizda fundamental bir konstitutsiyamiz bor-da. Tijoratda kelisha olmasak, lutchi tijoratda yo'limizni alohida qilamiz, lekin aka-ukalikni saqlab qolish kerak degan oilaviy qadriyatlarni ushlab qolish muhimroq. Endi bu balkim loyihadan kelib chiqibdir. Misol uchun, men bu BTS yaxshi taniysiz. BTSda ham biz 11 yil bir so'm olmaganmiz-da. Realni olmaganmiz. Даже oylikni ham boshqa yo'nalishdan qilgan paytlarimiz ham bo'lgan. To'g'ri, juda minusda bo'lmagan. Foyda ham qilmagan, o'zini xodida boshqasida. Keyin o'sha 16-yildan keyin shu 6-7 yillikda juda katta skachok bo'ldi. Endi oxirgi 3-4 yillikda baraka bo'ldi deylik. Endi shu 10 yildan oshiq muddat davomida pul kelmagan, lekin baba anaqa bo'lgan. Soha nuqtai nazardan ishonch bo'lgan. Kelajagi borligi, shu bitta shu narsa ushlab turgan. Bo'lmasam motivatsiya bizda ham xuddi shu siz aytganga o'xshagan bir joyga yetib kelgan. Ya'ni bu hozirgi endi nima bilan solishtiradigan bo'lsak, demak, anaqaga qarash kerak baba, to'g'rimi? Biznesni qaysi tarafga qarab ketayotgani, missiyasi muhim, qatga qayrab yuryapmiz. Nimaga bu ishni qilyapmiz? Pul kelmasa ham qilamizmi? Ha, qilamiz. Lekin qoidalar muhimda. Qoida muhim. Faqat kimdir ko'yniga qarab ish qilsangiz biz cho'kursa, ya'ni moliyaviy baraka kelmasa, unda mayli ko'yningizga qarab qoling, menga duo bering deb barib chiqib ketiladi. Shunaqa. Xodimlar faqat ko'ynimizga qarab o'tirmaydi, aka, men pul topishim kerak. Shunaqa. Pul kelmasa, xodimlarga 300-400 berib turganmiz, 300 chiqsa kimdir 1000 dollar ketib qo'yadi. O'shaning uchun bizda pul muhim. Aka-ukachilik muhim, lekin biz qildikmi, unda pul muhim. Aka-ukachilik uyda, ko'chada xodimingizni ishga olasizmi, qarindoshingizni ishga olasizmi, qo'shningizni olasizmi? Ko'chada qo'shni biza, ko'chada qarindosh biza, biznesda pozitsiyani aniq bilish kerak. Bizda xodimmi bu, sherikmi bu, rollarni almashish kerak. Ana shu rol, aka-ukalik roli alohida, oqibat, ishonch muhim. Uni ustida biznes kelishuvni qilsangiz, bu biznes bardavom bo'ladi. Er-xotin dedingiz-ku. Bizda endi tushuncha toza o'zbek oilamizda bizda tushuncha endi oilada xotin baribir ishga aralashmasligi kerak degan nuqtai nazardan o'sganmiz. Bir orada keliningizga ham savol berdim, bitta ish qilib beraymi desam, yo'q, menga ish kerak emas. Pul so'rasam, pulni bersangiz, bolalarga qarab yursam yaxshi deydi. Lekin bu to'g'ri demoqchi emasman. Er-xotin baribir ba'zi bir ishlar bor. Oshna og'aynilarimiz o'rtasida, boshqada. Misol, aka-uka bilan baba biznes qilish yoki qanaqadir sherikchilik qilish boshqa, er-xotin bilan baba boshqa bo'lsa kerak deb o'ylayman. Bunga qanaqa qaraysiz?
Bizda hammamizni Ba'zi payt o'sha ayollarimiz gapingizni bo'ldim, ham qog'oz shartnoma ham ishlamay qoladi. Endi bir xil payt xotinlar mana o'rtasida. bizda oilaviy korxonalarimizda ayollarimiz ishlashiga qarshi emas. Mani ayolim buxgalteriyada ishlaydi. Ukamni ham ayolini masalan taklifnomada nimasi bo'lardi, ishlardi. Yoki o'ziga ochib berilgan tijoratlari bor. U yerda ham rollarni cho'tka aniqlab olish kerak. Yoki Hasan akam masalan turmush o'rtoqlari bilan sherikchilik qilganlar. Masalan, menda xotinim sherik emas. Xotinim cho'tka buxgalteriyada el qatori shu qizlar 3 million olsa, 3 million olasan, 5 million olsa, 5 million olasan. Uyda o'tirmasam bo'ldi, ishlaymansa bo'ldi, ishlagan. Lekin qolganlarga 3 million, xotinimga 10 million degan narsa yo'q menda. Yoqsa ishla, yoqmasa ishlama. Hatto uni oyligini men hal qilmayman, uni ustidagilarni buxgalter hal qiladi. Masalan, gilamni buxgalterim bor. Bo'ldi, sizlar o'zingizlar shuni shu ishga kelmasa, pulni ushlab qolsang ham lozim. Husan akani xotini ekan deb ishga kelmasa ham pul bergin demayman. Ya'ni men cho'nchagimdan beradigan pulim, meni pulim. Ishga borganingda o'sha el qatori 5 million oyliging 5 million olasan. Men bilan chet elga safarga ketyapsanmi? 5 sadirjani ruxsat bersa, bo'ldi, 5 sadirjani. Ya'ni demak, chiqqan kuningga oylik beradi, o'shani olasan degan pozitsiya aniq. Bu eng to'g'risi. Men sherikman degan pozitsiya yo'q. Ya'ni bu xodim boshqa. Hasan akamning hollarida turmush o'rtoqlari bilan 50 kellik sherik deganlar. O'tda ham og'zaki kelishuv, o'tda ham baribir meni nazarimda baland-pastlar bo'ladi. Chunki rol ba'zida aralashib ketib qoladi, emotsiyalar. Shuning uchun men er-xotin sheriklik qila olmasam kerak, shaxsan men. Sheriklik oson bo'lmasa kerak degan fikrdaman. Men shunaqa o'ylayman endi. Chunki bir xillar er-xotin sheriklik qiladi. Ishxonadagi mana Hasan akam bilan nima bo'lsa, Hasan aka alohida bo'laylik deymiz-ku. O'tda er-xotin ajrashaylik demaydi-da, yoki tijoratda alohida qilaylik desa ham tijoratda baland-pasti ko'p-da. U baland-past настроениеңizga ta'sir qiladi. U настроение uyingizga ham boradi. Uyingizga ham boradi. Jahlingiz chiqadi, u bo'ladi, bu bo'ladi. O'shaning uchun shaxsan meni fikrim, men er-xotin sheriklik qila olmasam kerak. Ayolim ko'pincha biznes ochib bering deydi. Uni kalibrini bilganligim uchun biz bor o'shanaqa biznes ishlagin deyman. Masalan, menga deydi kiyim do'kon ochib bering, menga abaya do'kon ochib bering yoki bir paytlar menga Victoria's Secret do'kon ochib bering. Pulim bor lekin ochib bermayman. Sen ishlaganmisan bunaqa do'konda? Xoh shu o'zi yetarli emas, ochib bering. Men bor ertaga seni mo'moyini tozalash niyatim yo'q. Yo bor o'shanaqa sohada 1 yil, 2 yil, 3 yil, 5 yil ishla. Cho'tki ipidanginasigacha o'rgan, men investor bo'lib kiray deyman. Prosta emotsiyada mana masalan, meni ayolim emotsional odam. Hasan akam emotsional odam. Emotsional odamlar finansdan emotsiyani ustun qo'yib yuboradi-da. Bizda emotsiya ustun bo'lish mumkin emas. Bizda finans birlamchi bo'lish kerak. Sotishda emotsiya zo'r. Lekin xodimlarni boshqarishda emotsiya emas, finans muhim. Masalan, Hasan akam ko'ngillari bo'sh, xodimlarni men urishaman, talab qilaman. Ursam, urishmagin deylar. Emotsiyani ya'ni ko'niga qaragin deylar. Ayolim ham meni o'g'irlagan, aldagan xodim bo'lsam, ko'niga qarang. Yo'q, men aytaman, ko'niga qaraydigan odam yaxshi biznesmen bo'la olmaydi. To'g'ri. Bizda ko'ngildan ko'ra ish, qoidalar, moliyaviy munosabatlar, chunki oylik bo'ladimi, sherikchilik bo'ladimi, bu birlamchi bo'lish kerak. Ko'ngil ikkinchi o'rinda bo'lish kerak. Bu meni shaxsiy fikrim. Shuning uchun men ayolim bilan biznes qila olmayman. Men Hasan akam bilan qilgan biznesimizda ko'ngillarga ko'p qarash kerak, majburan bo'lardim. Nozik podxod topishim kerak. Lekin siz bilan sherikchilik qilsam ko'nglingizga qaramayman. Eng to'g'ri. Bekzod aka deyman, короче, mana to'g'ri qilaylik bo'lmasa boshqa xotirmaymiz deymiz. O'shaning uchun ko'ngilli orqali menga David qilsa yo'q. Mana ukamizda ham ko'ngil yo'q. Bizda aka-uka bilan bo'lsa 12 bet sherikchi. Ota-ona bilan bo'lsa ham sherikchilik shartnoma qilgan. To'g'ri. Sizning haqqingiz menga o'tmasa, meni haqqim sizga o'tmasa. O'rtadagi xarajat masalasi emotsiyada, ko'ngilda bo'lishi mumkin emas degan qoida, kelishuv sherikchiligiga kirishdan oldin qo'yadi. Boshida sizni sal yoqtirishmasligi mumkin, qarindosh urug'lar, normal nemis ekan deyish kerak, jinni ekan deyish kerak, lekin bu to'g'ri ekan. Bizda ko'ngil birlamchi, oqibat birlamchi, u birlamchi desangiz, finans undan keyin deb qo'ysangiz, ya'ni finansiy munosabatlar.
ko'ngilingizga qarayman, lekin biznesimiz g'irt-ziyonga kirib ketaversa. Bugun 100 ming edi, 200 ming, 300 ming, 400 ming, 500 ming. Yo'q, qarz yopaylik. Undan ko'ra ko'ngilli oilada ushlaylik. Aka-ukalikni, er-xotinlikni. Menga shu muhimroq. Lekin men biznes qilib xafa qilib qo'ygandan ko'ra, biznes qilmaganim muhimroq deyman. Sherik bo'lmaganim muhimroq xotinim bilan. Yoki shu yerda aka-ukaligim muhimroq. Men sherik bo'lgandan ko'ra, siz biznesingiz alohida, meni biznesim alohida. Siz o'zingiz pochirkda boshqaring, men o'zim pochirkimda boshqarganim yaxshiroq ekan. Men bilmayman qaysi to'g'ri. Masalan, ukamizni tijoratlarini bilasiz, baraka bor. Ko'ngil hech qachon birlamchi emas o'tdi. O'tdi qoida, moliya, jostkost, disiplina, tartib birlamchi. Aka-ukani ishlatsak ham birinchi jostkost talab qo'yadi, to'g'ri kelsa ishlaylik, bo'lmasa men begona bilan ishlaydi deydi. Va buni barakasi bugun aka-ukalardan 100 barobar katta. Shunaqa. O'sha 20 yil oldin ham yo'q. Ko'rganki akamga gapira olmasam, onamga gapira olmasam, unda alohida bo'la qolaylik degan narsa 2007-yilda bizneslarimiz ajralgan ofis market. Mana 2024da Infactor ajraldi. Bor, men ham Hasan akam investorimiz, hozir Infactor biznes maktabida, impuls tadbirlar zalida. Lekin u biznes bugun CEO qo'yganmiz, nari borsa arzimagan bir 1-2 ming dollardan dividend beradi. Shuncha energiyam ketib 1-2 ming dollar. Bundan keyin unaqa 6 yil 7 yil umrimni sarflamayman men ko'ngil biznesga. Men faqat biznes qilsam, pul keladigan ish bo'lsa biznes qilaman. Ko'ngil bo'ladigan bo'lsa, unda uyda ko'ngil so'rab o'tiraman. Xotinim bilan chashma qilib yurganim yaxshi, safarga borganim yaxshi. Biznesda pulni topish kerak. Ya'ni biznesda klientlarga xizmat qilish muhim. Klientning ko'ngli muhim, ko'ngliga qarasangiz pul to'laydi. Lekin sherikni ko'ngliga, xotinni ko'ngliga, uni ko'ngliga, qo'shnini ko'ngliga, qarindoshim ko'ngliga qarab, biznes ziyonda bo'lsa, men u qarindoshim bilan ham biznes qilishim kerak emas. Akam bilan ham, ukam bilan ham, xotinim bilan ham, jigarim, qo'shnim bilan ham biznes qilishim kerak emas. Ishga ham olishim, ko'ngliga qarashim muhimroq bo'lsa, ishdan bo'shatishim kerak. Bir xil payt bo'ladi, bir xil xodimlaringiz begona aytganingiz qiladi. 500 dollar bersangiz ham rozi, xodimingiz, jiyaningizmi, qarindoshingiz 1000 dollar bersangiz ham norozi. Ammengiz bolasi, xolangiz bolasi, tog'angiz bolasi, uni bolasi berish kerak, qarjash kerak. O'zi boyib ketdi, ukasiga hali ham bitta laset olib bermagan. Unaqa emotsiya, undan ko'ra ishlatmay, alohida qo'liga bir 500 dollar bering, sizdan zo'r odam yo'q. Ishlatib har oy 1000 dollar bersangiz ham norozi bo'ladi. Tartib, qoida va hammaga bir xil ishlasa, o'sha joyda o'sadi-da. Suhbatdan kayf olamiz, Husan aka. Jargonda gapirsa, bitta zo'r yana bitta savol bor. Biz bir qancha biznes ochgansiz, yopgansiz, sotgansiz, o'zi biznesni qaysi paytda sotish kerak? Agar sotish kerak bo'lsa, biznesga hech qachon farzandga qarash kerak emas ekan. Biznesga men ukamizdan ko'p narsa o'rganamizda, ukamiz endi efirga chiqmaydi. Ukamiz hech qaysi biznesni bolasiga qaraydi. Mehmonxona, otel, meratel qurdi, tizim qildi. Keyin chiqdi, xodimlar bilan sotib yubordi. 2000-yilda kriz bo'lganda taklifnoma, blanka bizneslar pul zarur bo'ldi. Bitta biznesimiz majbur bo'ldik. Pashsha xodim 50 ta 100 ta xodimlar bilan sotib yubordi. Ya'ni biznesni rollari cho'tka bo'lishi kerak. Biznes egasi roli menmi? Biznesni asoschisi roli bor, investor roli bor, CEO roli bor. Shuning uchun hozir men endi 48 ga kiryapman. Kirdik. Endi masalan o'tgan yil daily biznesimni sotdim. 2003-yildan beri daily business nima qilingan O'zbekistonda menimcha eng nomer 1 ob'yom daily. O'zbekistonda 10 ta brendni konstovar qo'shib ob'yomini hisoblasangiz ham dailyning ob'yomi menimcha uncha konstovarlardan nomer 1. Lekin o'tgan yil o'tda ham ukam bilan 13-yildan beri sherikchilikka kirdim. Borgan sari marjalar pasayib ketdi. Bir paytlar 2x qo'yilgan paytlar esimda 2003-yilda. Keyin 1.5-2 dan kam ustiga natsang ko'taradigan mollarni qaragim ham kelmasdi. Qo'yardimda 1000 xil 2000 xil mol chiqarsa zavod. Bir 3, bir 4 chiqadigan pozitsiyalar menga yoqmasdi. Hozir raqobat bor. Xitoy ham masalan bitta konkurent qilib qo'ygan. Marjalar juda past. Bir 10, bir 20 nimadir, kamroq pozitsiya ketadigan pozitsiyalarda balkim bir 30 qo'ymasangiz, marjalar juda past. Lekin ob'yom balkim ko'pdir, yiliga 40-50 konteyner bo'lgani bilan marja kam. Oldin aytaylik 10 konteynerda qiladigan foydani hozir 30-40 konteynerda qilishingiz mumkindir.
foyda oldik, dividend oshiramizmi desam, dividend oshadigan nima yo'q, holat yo'q. Chunki tushganni zavodga jo'nataverasiz, zavodga jo'nataverasiz, nasiya bor, ko'cha bor, sklad bor, boshqa bor. Oyda aytaylik ko'p emas. Bir 4 ming dollardan dividend olib turardik o'tda. Kamma. Shun yetmayapti, inflyatsiya bor. 5 mingdan dividend qilaylik oyiga desam, bunaqa bera oladigan nimasi yo'q. Xohlasangiz sotib olamiz biz. Bo'ldik. Masalan, menga qiziq bo'lmagan biznes xodimlarimiz, top menejerlarimiz upravляющий partnyor qilgandik. Ularga qiziqdi. Xohlasangiz biz sotib olaylik. Keyin ukam agar sizga qiziq bo'lmasa, nedijimizlarga fokus berganimiz, boshqa nimalarga fokus berganimiz, shu pul bizga ya'ni 3-4 bir paytlar mazza qilgan, zavq olganmiz, xuddi Kanstavardan zavq olganmiz, Infactordan zavq olganmiz. Hozir na Kanstavardan zavq olmadik, masalan, na aytaylik Infactor o'sha oldingi formatidan zavq olmasak, sotib olamizmi? Siz sotib olasiz agar sizda tizim bo'lsa. Ya'ni siz biznes egasisiz, ulushdorisiz, lekin CEO butun tizim bor. Kimdir $1000, kimdir $2000, kimdir $500, ya'ni hamma tizim bor. Sizsiz biznes ishlay olsagina uni sota olasiz. Yangi odam keladi, bo'pti. Balansingizni ko'taradi, qancha aktivingiz bor, qancha majburiyatingiz bor. Foyda va zarar hisobotini ko'taradi. Oyiga yoki yiliga qancha foyda keltiryapti. Agar foyda keltirishi zo'r bo'lsa, foydani necha yillik foydaga qilib sotish mumkin. Masalan, sotganda balkim balansda $1 million molingiz bordir. Lekin majburiyatingiz 500 ming bo'lsa, kimdir aytadi, demak biznes bahosi $500 ming deyish mumkin. Lekin yiliga bu biznes aytaylik $300 ming dan foyda berayotgan bo'lsa, million bo'lgani bilan yoki $200 ming dan foyda berayotgan bo'lsa, bo'ldi. Buni foydasini 5 yillik foydasi bilan sotib olaman deyish mumkin. 10 yillik foydasi bilan sotib olaman deyish mumkin. Ya'ni menga shu biznesni 10 yillik foydasi bilan deb savdolash mumkin. Lekin bu mana shu biznes yiliga aytaylik $1 million foyda beryapti yoki yiliga $200 ming foyda beryapti. 5 yillik foydasi $1 million bo'ladi. Bo'ldi 5 yilda puling chiqib ketadini sotib oladi-da. Ya'ni nedijimizga pul tiksam necha yilda chiqadi? Oyiga 1% arenda $100 ming nedijimiz bo'lsa, 1% arenda bo'lsa, demak yiliga maksimum 12% berar ekan. Bu degani 4 yilda puli chiqadi. Biznesni hech bo'lmasa 5 yillik foydaga desangiz, bo'pti, nedijim solgandan ko'ra biznes olishi mumkin deb qarash mumkin. Ya'ni oxirgi 2 yil, 3 yillik foydani hisoblaysizda, bu yerda 5 yil bo'lsa, aytaylik, bo'pti, $200 ming oyiga menga foyda berib turibdi. Kimga qiziq bu desa, kimdir nedijimizga tikamanmi yo biznesni sotib olamanmi deydi. Ya'ni investor keladi, bo'pti, men biznesni sotib olaman. 10 yillik foyda bilan. Yo, bu foyda o'sib kelyapti. Bugun 200 ming bo'lgani bilan o'tgan 150 ming, undan oldin 100, undan oldin 50 edi. Bozor kattalashyapti, foyda kattalashsa 5 yillik prognozirimiz summa millionmi, 1,5 millionmi? O'shani hisoblab, bu yerni prognoz qilib, kamida 10 yildan kelib 5 yilgami, 6 yilgami savdolashib sotish mumkin. Uni men 5 yillik bu dush foydamni olib, endi bu pulimga yana o'zim bilaman nima biznes qilishni deyish mumkindir. Masalan, bizning holatda aytaylik, OLX'lar sotildi, nimalar sotildi, Express'lar sotildi. Yana qaysi bizlar, PayMe'lar sotildi. PayMe sotildi, Express 24 sotib oldi. Ya'ni katta kompaniya kelganda ba'zi odamning xiziga qaraydi, klientga aziz topayotgan foydasiga bo'ldi. 5 yillik yoki 10 yillik foydangiz bilan hisoblang. Balki bir xil bizneslarning aktivi 100 mingdir, lekin yilda keltirayotgan foydasi 100 ming bo'lsa, siz kamida $500 ming yo $1 million ga sotishingiz mumkindir. Bozordagi baribir risklarni hisobga olgan holda. Halqa, ya'ni keladigan, aka mana shu yiliga buncha pul topyapti. Menga bo'pti, buncha bersiz, ya'ni masalan, qo'poq aytganda, nimaga Farxatskidagi 100 kvadrat joy bilan Abu Sahidagi 10 kvadrat joy narxi bir xil yo Abu Sahiy qimmatroq. Farxatskida 100 kvadrat joy bor. Masalan, arendasi $1000. Abu Sahiyda 10 kvadratli joy arendasi $1000. $1000. Masalan, bo'ldi. Bu joyi bahosi ham $100 ming, bu joyi bahosi ham $100 ming bo'ladi. Agar o'sha Abu Sahidagi 10 kvadratli joy oyiga $2000 arenda bersa, bu joy bahosini kelsa 200 ming so'rab o'tiradi. 1%. Ya'ni 1% shunaqa bo'ladimi? 2000 keltirsa 200 ming deb turadi yoki 100 ming, ya'ni hech bo'lmasa 100 ming deb turadi kadastr.
Ya'ni dohodnisiga qarab joyi bahosi qilinadi. Xuddi shunaqa pribilnisiga qarab biznesning bahosi chiqadi. O'syaptimi? O'sayotganda o'sadigan prognozni ko'rsatib sotib, yaxlit qilgan mehnatingizda jackpotni ko'tara olsangiz, u odam bo'ldi, menga qiziq pulim bor, men 10 ta nedvижимость bor. Bitta nedvижимость bilan kecha bir payt 50 ming tikkanman, 100 ming bo'ldi. Shunda 100 ming sotib, yana bitta nedvижимость olsam, necha yilda 2x qilaman, bu biznes qilsam necha yilda 2x qilaman degan logikani bu kultura endi kirib kelyapti O'zbekistonda. Shuning uchun bizani nimada endi biz sotish holatlar ko'payyapti. Endi kichkina bizneslarda. Masalan, ukam biznes ham sotaveradi. Voy, bu meni bolamidi, bu meni qariganda biz boqmaydi. Biz bugun mamda, ertaga bunda. Bundan ko'ra deydi, zo'r gap aytadi ukamiz. Bolamga biznes qoldirgandan ko'ra bolangizga kadastr qoldiring deydi. Bolangizga biznes qoldirsangiz dadamdan bosh og'riq qoldi deydi. Chunki biznesda xodimlarni boshqarish bosh og'riq. Biznesda налоговый risklar, boshqa masala. Undan ko'ra tinchgina deydi, bolamga biznes qoldirdim demang bundan keyin. Bolangizga 4 ta 5 ta kadastr qoldiring, biznesdan kelayotgan foydaga bitta paketlarni bir nedvижимостьga kirib, masalan bittami, ikkitami, uchtami, to'rttami, mayli 30, 40, 50 kvadratlik hozir nedvижимостьlar ko'payyapti. Olib 5 ta bolangizga bittadan paketlarni nedvижимость olib, kadastr qoldirsangiz, dadamdan kadastr qoldi, hatto mana shu $1000 arenda kelib turibdi deydi. Bizda bugun $1000 keltirayotgan bizda ertaga 10 ming keltirishi mumkin, ziyonga kirib borib ham ketishi mumkin. Bizda risk har doim balandroq. O'shaning uchun nedvижимостьda risk kam, nedvижимостьda risk faqat har 5 yilda bunday qarasangiz narx oshadiki tushmaydi. To'g'ri, orada bir o'ynab qolishi mumkin, lekin в целом oxirgi 25 yilda qarasangiz, $2,5 turgan 2000-yildagi kvartira hozir kamida $75,000 turibdi. Dunyoning hech qaysi joyida pasayganini ko'rganmiz-ku. Ya'ni aytmoqchi bo'lganligim, biznes 25 yil yashashiga garantiya yo'q. Lekin nedvижимость olsangiz, 25 yildan keyin qiymati oshadi. Oshmasa ham asosan ertaga o'tib qolsangiz, biznesingizdan oilangizga ta'minot kelishi garantiya yo'q, lekin nedvижимость qilgan bo'lsangiz $500 aptekagami, bitta do'konga arenda berib qo'ygansiz, stabilni 500 kelib turadi-da bola chaqangizga. Demak, bugun men bizneslarni o'sha nedvижимость, men biznes modelini sotib nedvижимостьga o'tdim. Oyiga menga $4,000 beradigan biznesim, hozir oyiga menga $7,000 nedvижимостьdan arenda kelib turibdi. Foyda bilan sotgan pulimni. Men biznesimni 7,000 ga chiqarish uchun yana $200,000 tiqishim kerak оборотный kapitalni. Sotib, просто tinchgina bitta nedvижимость olib qo'ydim. Meni biznesim kimgadir qiziqdi, meni holatimdan, meni energiyamni o'sha unaqa ishlatgim kelmayapti. Xodimga berdim-da, o'sha o'zim qilgan funksiyani, bajaradigan funksiyani xodimga berdim. Bu degani men o'zimga bir paytlik $2,000-3,000 to'lagan bo'lsam, hozir xodimga o'sha $2,000 to'layapman. Ya'ni top menejerlarga to'laydigan pulim meni pribilimni kamaytiradi baribir. Shunaqa. To есть men o'sha uchun qaradim, bo'pti. Undan ko'ra yo bu o'sadigan biznes, yo men zavq olishim kerak, yoki bu haqiqatan ham bozordan bo'lish kerak, yoki Xitoy bu kelyapti, risk bor. Zo'r bo'lib ketishi ham mumkin, zo'r bo'lib ketmasligi mumkin. U o'sha top menejerlarni jon kuydirishiga bog'liq. O'sha biz sotdik top menejerlarni o'ziga. O'ziniki bo'lgani uchun u jon kuydiradi. Bir paytlar biz ichida bo'lgani uchun jon kuydirganmiz. O'shaning uchun rol vладельца bor, rol управляющий, direktor bor. Biz rol direktoridan chiqib ketganimizdan keyin o'rnimizga direktor qo'yib, vладелец, investor bo'lganimizdan keyin 5 yil, 10 yil, 15 yil ishlamaganimizdan keyin menga realni ularga pul to'lab, biz o'shadan tashqari necha pul dividend olyapman. Oyiga realni 3-4 ming olyapmanmi? Oshirib bera olasizlarmi? Yo'q, oshira olmaymiz. Oshirsak foydamiz kamayib ketadi, ya'ni tanidan ketadi. Unda xo'p, shu biznesni men sotib, shundoq bu shu foydalarimni olib, nedvижимостьga tikib 1% o'tirsam qancha keladi? Men foydalarim bilan sotdim, oyiga $3-4,000 keladiganimni nedvижимостьga tiksam, undan ko'ra $7,000 menga arenda dohod beradigan nedvижимостьga alishtirdim. Xodimim kasal bo'lib qolsa, ichida o'g'rilik bo'lib qolsa, налоги ursa, boshqa ursa, bizda har doim risk bor. Nedvижимостьim yo'q, $700,000 turadimi? Bo'ldi, menga o'sha aytaylik, ro'zg'orim, bolam, chaqam, kontraktim, safarlarimga passiv daromadim 7,000 bo'lsa yetadi deydigan o'sha energiyam bo'lmasa, bu rejimga o'tish выгодно. Yo'q, men sotaman, nedvижимость qilmayman. Men endi men biznesga tiksam, ko'proq pul topaman desangiz, unda boshqa biznesga o'raverasiz. Aka energiyangiz necha kiriz hozir? 35. 48 gacha hali energiyangiz bor. Boshqa pul keladigan ish qila olsangiz, sotish kerak. Yo'q, men buni boqadi, yo'q, boqmaydi. Boqmaydi. Jackpotni ko'tara olishga ko'zingiz yetsa sotish kerak.
Agar bu pulni sotib nima qilaman degan savolingiz bor. Masalan, Akmalla Express sotdi. Bitta nedishimiz olib qo'ydi, borib Stanfordda o'qib, yana o'tda IT proyektlarni qilyapti. Bo'ldi, unga qiziq masalan, aytaylik. $1 million sotdi. 2 yil, 3 yil, 5 yil qilgan mehnatini. Bo'ldi, 1 millionni ko'tardi. Bo'ldi, bitta nedishimiz qolgan, bitta IT proyekt qildi. Biladiki, o'shanga ham yana yangi tasarruflasa, balki yana unaqa millionni nechtasini topishi mumkin. Lekin u ham risk. O'lishi ham mumkin, bo'lmasligi ham mumkin. В целом ssenariy bormi? Bor. OLX primeri, Express primeri, PMI primeri, ya'ni shunga o'xshagan primeri ko'tarish kerak-da. Pul bo'lsa, kallangiz yana yaxshi ishlayveradi. Buni qilamanmi? Oladigan odamda tizimli biznes bo'lsagina oladi. Sizga bog'liq biznes bo'lsa olmaydi. Tizim zo'r. Shaxs vashi muhim emas hozirgi biznesda. Masala nima? Misol uchun juda katta igroklar bozorga kirib keldi. Bu ishni eplolmayapti. 2 yil, 3 yil boshqada. Misol uchun o'sha Express 24 sotib olgan kompaniyani o'zi ham bu ishni boshladi. Masala, muammo uni o'zi ham mijoz emas, hozir sotib olmoqchi deylik. Bu tarafi ham bor, ya'ni ikkilantirishga. Misol uchun o'zi tak eplolmayapti bozor qo'limizda. Yana bu tayyor yurib turgan, yaxshi bir o'z pul qiziqtirish, tamom. Pul qiziqtirsa sotish kerak. Sizga farqi, voy, eplolmasa uni problemasi, uni risk. Siz masalan nedishimiz arenda berib turuvdingiz. Bir paytlar 50 mingga tushgan nedishimiz bugun ko'chaga baholatsangiz 150 ming. 150 ming. Arenda berib turibdi, 1000 mi, 1,5 ming. Sotdingiz. Sotganingizdan keyin borgan arendator bilan sotdingiz. U keldida eplolmadi, arendatori chiqarib yubordi, yana bera oldi. Voy, bechora meni nedishimiz misku. Bizga ham nedishimiz. Biznesning o'zining missiyasi bor, bozorda odamlarga xizmat qilish missiyasi bor. Haligi yo'q, ular o'zi eplolmayapti, ya'ni men bilan konkurensiya qila olmayotgan joyda, konkurentlarni o'zi bir ahvol bo'lib turgan joyda men buni sotib nima qilaman? Shunda ham ish yaxshi ketyapti-ku degan tushuncha. Unda foydangiz ko'payishini bilsangiz, foydani bu 5 yillik foyda qancha? Bu 5 yillik foydani bersangiz sotaman deyishga. Farqi nima? 5 yil foydani olasizmi? 5 yilda mana shuncha foyda bo'ladi. Shuni baboshan olasan demoqchisiz-da. Hozirgi foydani nima qilasiz? 10 yillik foydadan kelasizda, rost 5 yilligiga savdolashaylik deydi. Yillik rost. Har yil mana shuncha foyda bo'ladi. 10 yillik foydani ber, sotib olaman deysiz. Shunaqa bo'ladi. O'zi sajdat qilish ularga zapatlo. Ularning puli ko'p u kompaniyani. Unga tayyorsiz ba'zi danligingiz kerak, ishlab turgan tizim. Bu vaqt muhim ular uchun. Ularga bo'lganda 10 yillik foydani bergan sotaman deysiz. 10 yil emas, 5 yilligini beraman deydi. Shunaqa deydi. Lekin ichingizga kirib oladi, konfidensiallarni ochishga majbur bo'lasiz. Ya'ni analiz qilish kerak-da. Albatta. Uni ko'rasiz. Ishonsagina kiradi. U bir kunlik proses emas. Dannilar, NDA'lar, boshqalar bor, lekin abrat ketib qolsa, nimani berasiz, nimani bermaysiz. Shuncha nimadir pribili ko'rsatasiz. Yaxshi soqqa bo'lsa, любой narsasi, любой biznes sotish kerak. Biz bu bolangiz emas-da. Shunaqa. Voy, bolamni sotib oldim. Yana bitta zo'r savol keldi. Endi sizni suhbatdan kelib chiqib, misol uchun ukangizlarni hammamiz taniymiz, mayli endi atrofda ommatan tanimaydi hech kim. Sizni ommatan hamma taniydi. Endi hozir o'sha tadbirkorlar, blog yuritib, shaxsiy brend, bloger bo'lib qoldi-yu. Konkret sizni fikringiz, qaysi vaziyatda o'zi tadbirkor, bloger bo'lish kerak? Qaysidir vaziyatda yoki qanaqa holatda bo'lmasligi kerak? O'zi bo'lish kerakmi, bo'lmasligi kerakmi? Hamma bo'lish ham shart emas. Bizning tabiatimiz Hasan akam bilan o'zi shundoq ham bloger bo'laman, brendli ishni qilamiz deb chiqmaganmiz-da. Bizning tabiatimiz bepulga ham dars berishni yaxshi ko'rganmiz. Bepulga ham jurnalist so'rasa shunday samimiy gapiraverganmiz. Ya'ni men bilan Hasan akam tabiatlari bor. Bir xil o'zini cheris majburlab cherisdan qochib chiqish kerak emas. Mana Jahongir akamni ham qancha infaktorga chaqirib kelmasdilar. Lekin oxirgi 1-2 yilda Hasan aka Husan aka bo'pti, intervyu berishim kerak ekan, antagi yonidagilar aytishdi, bo'pti kelinglar deb. Majbur qolgan. Masalan, intervyu endi kimdir aytdi, ya'ni bu biznes masalan waytuni bir narsasi uchun siz gapirishingiz kerak. Bo'pti, kim bilan gapirishga? Bo'pti, tema mana Hasan aka bilan Paranchoda yoki Husan aka. Podkastda chiqdi. Bitta nimada biznes marafon qilmaymizmi deb o'zlari chiqdi. Gap yo'qdim. Surxondaryoda qilaylik, mana kakar o'sha bitta nima qilyotdik. O'zimiz samolyotimni olib kelamiz.
bo'ldi dedim. Kimni ayta olasiz? Aytgan odam biz holisingiz Safar akam, Laziz akam, Umidjon, Murod aka, Hasan akam safarda edilar, Murod aka safarda ekanlar. Bo'ldi, yuring, qachon 2 kundan keldi. Yoshlar agentligiga telefon qildim. Jahongir akam Xudoni o'zi berdi, shunda biz marafon qilib yuboraylik. Yoshlar kelajak jamg'armasi Halil aka bilan keyin Surxondaryo hokimiyati Ulug'bek akalar o'zlari kutib oladigan bo'ldilar. U yerdagi tadbirkorlar bilan biz marafon. Ya'ni ularga kerak edi, o'zlari aytdi, xursand bo'lamiz Jahongir aka, biz sizga eshigingizni taqilib yeta olmasdik-ku. 50 marta so'raganmiz. Intervyu qilaylik desam, yo'q. Batareykam kamdirdilar. Ya'ni pozitsiya bor edi. Lekin qaysidir pozitsiyada o'sha ularning yonida yurgan, balki marketologlari, balki kimlardir, Jahongir aka, mana shu proyektimiz yurish uchun odamlar sizni eshitishi muhim deydi. Yoki mana shu proyektimiz V2 no orqasida siz borligingizni bilsa, bu loyihaga ishonch baland bo'ladi deydi. Siz aytishingiz kerak g'oyasini. Siz nimasini aytishingiz kerak, bo'pti deydi. Men brendlishni qilaman deb chiqmaydi o'ynoq insonlar. Masalan, Zafar Hoshimov ham brendlishni qilaman deb chiqmagan, lekin Korzinkani brend siyosatini oldin potrебитель o'zi orqali munosabatda olib borardilar. Masalan, Makroning egasini tanimasdik, Korzinkani tanirdik. Demak, Makro bilan Korzinkani mana ssenariysini ko'rdik. Bu plyusga yurdilar Zafar akam bilganligimiz, bu insonning intervyusi, Facebook'ga o'tdi, bitta gapirganligi, ya'ni bu insonga bo'lgan personallik qanaqadir bir loyallik paydo bo'ladi odamlarda, ishonch paydo bo'ladi. Bu odam tabiati, qadriyati, buni gap so'zidan vaqt bu 5 yil, 10 yilda bildik masalan. Omma bildi. Yoki Murodxon Nazarov. Murod bildingiz nima qilganda orqasida bu inson tabiati ham bizga o'xshagan, Hasan akamga o'xshagan bemalol intervyudan qochmaydigan, samimiy chiqadigan inson bo'lganligi uchun chiqadi. Makroni yoki Golden House quruvchilari masalan hayotda chiqmagan. Chunki odamlar yo'q, mana tabiatim unaqa. O'shaning uchun u to'g'rimi? Ikkalasi ham to'g'ri. Men qalb gapirish kerak. Chiq desa chiqish kerak. Ba'zida biznes manfaati chiq desagina chiqish kerak. Mana bugun domchilarda artistni qo'ying-u, biznes egasi gapirsa, biznes egasi chiqqan domchiga pul chiqish ehtimoli kattaroq. Palonchi artist, palonchi bloger, palonchi vaynerga desa, ertaga xudo asosini vaqtida bitirmasa, dom egasini birov tanimasa, suradi, qochadi, ketadi. Vaynerdan, blogerdan so'rasa, men vayner bo'lsam, men bloger bo'lsam, men artist bo'lsam, pulini berdi, chiqdim deydi. B2C bilan bog'liq bo'lgan, meni qarashim, B2C bilan bog'liq bo'lgan bizneslarni любой shaxsiy brend yurg'izish kerak, shaxsni, biznes egasini tanish kerak deb o'ylayman men. Menda shunaqa tushuncha paydo bo'lgan. Nimaga? Shaxslar baribir pul beradigan shaxs bo'lgandan keyin baribir qaysidir shaxs bo'lishini xohlaydimi deb o'ylayman. Bizani ishda ham shunaqa. Misol uchun endi Korzinkani olsak ham, Murod akani ishini olsak ham shaxslarda baribir C segmentda endi mijozlari. Shuni kansavarchi bo'lib, menja B2C'da deylini PR qilmaganman-da. Deyli sizdan asosan dilerlaringiz mana bu tashkilotlar anaqalar olib ketganda. Lekin butun nimada deyli-da B2C'da. Biz buni orqasida xursand emas. Yo'q, brend kompaniya muhim bo'lish kerak. Deyli. Masalan, Golden House brendi bor. Orqasida u kim? Chuqur ekanmi, Eshmat ekanmi, Toshmat ekanmi? Menga farqi yo'q. То есть Murod Buildings ham, Murod Buildings qilganlarda Hasan aka aytdilar, yaxshi, buni o'zini pluslari ham, minuslari ham bor. Qaysidir holatlardagi baribir bor-ku, qurilish paytidagi u shumlar shaxsiy energetikangizga ham ta'sir qiladi. U palonchida deydi. Lekin BI yoki energy u desangiz masalan, bo'ldi, reputatsiya o'sha energiyalar. Ya'ni energiya reputatsiyasiga ta'sir qiladi. Lekin siz shaxsiy energetikangizga ta'sir qilmaydi. So'ksa ham energiyani so'kadi-da. Yoki so'ksa ham o'sha sizning palon proyektingizni so'kadi, siz qalbingizga yaqin olmaysiz. Shaxsiyatga o'tmaydi odamlar. Masalan, ko'pincha tosh otiladi, brendi bor. Jahongir ham hokim bo'lganliklarida tosh otilardi. Lekin Jahongir akamgacha bo'lgan 10 ta hokim ham, bulardan keyingi 10 ta hokim ham Toshkent shahriga bunaqa ish qilmagan, qilolmaydi ham. Qilolmaydi. Lekin efirda bo'lgani uchun shu mevali daraxtga tosh otilaveradi. Murodxonga tosh otiladi, Jahongir akamga, Zafar akamga, men chiqsam menga, siz chiqsangiz ham deydi. Insonlarning tabiati shunaqa-da. Ya'ni hate degan narsa bor. Hate agar siz gitara bo'lsangiz, Jahongir akamga o'xshagan haterlarni o'qimasangiz, ko'k choy bo'lsangiz, unda normal. Lekin sal narsa bo'yningizga, energetikangizga ta'sir qilsa,
Bu baribir insonning energetikasi borda. Kimdir shaxsiyatga o't so'kishni boshlasa, qarg'asa, boshqa bo'lsa, nima? Yoki o'sha dars berganda odamlarga tadbirkorlikka keling, faktor dars berilsa, men haligi infoluencerga chiqishni xohlamayman deydi. Yo'q, biz sizni ilmingiz qiziq. Zafar aka, Murod aka, palonchiga infaktor tashkil qildi, siz speakersiz. Siz chiqarib olib bilet sotmayapsiz. Bilet sotmayapsiz. Infaktor sotyapti. Sizni bilimingiz qiziq, lekin biz pul ishlaymiz. Loyiha pul ishlaydi, xarajat, lekin rahmatga emas, gonorar tizimimiz bor. Mayli $1000mi, $500mi, ko'proqmi, kamroqmi, shuni rozi bo'ling, yana chaqirsak kelmasligingiz bo'lmasin degan ma'noda pul aralashsin deymiz. Ya'ni chiqib kimdir dars bersa, mehnati bu, bilimi bu, qadrlanish kerak. Men dars bersam ham pul bersanglar dars beraman deyman. O'zim maylayflanlarim bo'ladimi? Boshqasimi, istalgan darsim, vaqtni boshqarishmi, pulni boshqarishmi, tijoratni. Menga gonorar bersanglar dars beraman deyman. Siz BTS meni borib ishxonangizga chaqirsangiz, bo'pti, $3000 to'lasangiz, boraman dars berib kelaman. Vaqtimmi, bilimimni bahosi shu deyman. Bo'lmasam bexijolat bepulga YouTube blogimda shunday ko'p narsani aytganman. O'sha qadrli bo'lsagina kimdir bilimingizni sotib oladi, vaqtingizni sotib oladi. Bu normal bo'lish kerak. Oldin qora akalarga pul berish mumkin emas. Nimaga mumkin emas? Qora aka ham odam. Odami ham. Nimaga chaqirdingmi? Bir joyga chaqirdingmi? Pul berish kerak. Tadbiringga chaqirdingmi? Qo'lga berishing kerak. Kimnidir bahosi balkim $100dir, kimnidir bahosi $1000 bersang ham arziydi. Shu inson vaqtini sarflab keldimi, seni to'yingga, ma'rakangga bir chiqib nima qildimi? Artistga ham berasan $5000. Nimaga qoriga kelganda $50, $100 berishing kerak? Ber $1000 ber, xursand bo'lsin. Shu odam kelib ilmni o'ylasin. Mayli. Ilmni ma'nota qildi, lekin borganda qo'liga $500 ber, $100 ber, $1000 ber. Duo qiladi. Bola chaqasiga rizqini beradi-da, u ilmni o'ylaydi. Bor tirikchilikni o'ylamaydi. Bunga pul olish mumkin emas degan mentalitet bo'ladi. Xuddi shunaqa ta'lim sohasida ham kimdir chiqib dars bersa, infoluencerga chiqaradi. Yo'q, infoluencer pul bor ekan deb bir yoni bir o'chganlar elanda. Artistlarga o'xshab, nimalarga o'xshab elanadi. Lekin bilimi bor odam baribir qadrlanadi. San'atkorlarni ham ustoz san'atkorlar bor. Boqiy umr boqiy. Lekin pul bor ekan san'atda deb kirganlar nechtasi kirib, nechtasi chiqib ketadi. Bugun ham brendlishni qilaman deganlar nechtasi pul uchun kirsa, pul kelmadimi chiqib ketaveradi. Lekin bilimi bor odamlar hali oltin hech qachon zanglamas. Zafar akamning bilimlari, Murod akamning bilimlari, Laziz akam, Hasan akam, Alisher aka istalgan bugun bozor o'zi ustoz insonlar bu umrini sarflagan. Savdoga, HRga, moliyaga, tizimga yoki praktik insonlar. Sizdan bir narsa o'rgansam ham, siz ham menga ustoz bo'lasiz. Men agar shu pochta sohasiga kirmoqchi bo'lsam, yo boshqa bo'lsam, Behzod aka, endi maslahatingiz kerak. Yordamingiz kerak, ustozlik qilasiz yoki siz o'sha nimani Big Data ochgan Hasan aka, ustoz. Demak, kafil emas, gilam qilinglar, mamnun emas, buni qilinglar. Shunaqa. So'ramasangiz xijolat bo'lib, baribir yo'qotasiz. O'sha payt mendan kelib so'ramaysizlar, Husan aka, nimani to'g'ri qilamiz? Uchtepada ochmaydi dedim. Uchtepada ochmaydi, bo'lmaydi probka payti. Nima qilasiz? $200,000 o'tga tiqmaylar dedim. Finans sifatida o'tda pul yo'q. Biz Hasan akaga borganmiz. Sizlar Hasan akaga bordinglar. Hasan aka ham to'g'risi odam. Pardon, zo'r, gilam zo'r. Lekin men bilardim Uchtepa noto'g'ri qaror. Men bilardim shu bizga ko'targan biznes sizlarga ko'tarmaydi. Chunki bizga $100-200 ishlagan bolalar sizlarga kamida $500 so'raydi. O'ta siz chunki sizda ustoz shogird bor. Finans zatratalar, matematika pul yo'qligini men bilardim u event zonalarida. Lokatsiya nepravильно lokatsiyalar. Ya'ni bizga bir kishidan so'rash zapadlo bo'lish kerak emas. Shu sohaga kiraman. $200,000 tiqmoqchimisiz? Undan ko'ra xuddi sizdan fransayzing olgandek, keling men bundoq qila qoling bo'lsam deb o'zim ham aytib berardim. Ba'zilar konkurent deb nima qilgandan ko'ra maslahat. Yo'q, bizda konkurent logika. Maslahat so'rash выгоднoroq bugun. Borib treningga borib o'qish выгоднoroq zamon. Sizni finansistligimizni bilmaganmizda biz o'tda. Hasan aka to'g'ri chiqadi. Hasan aka gilam qilinglar. Gilam emas, parda qilinglar. Ular keldilar. Lekin finans nuqtai nazardan qaysi qarorlar finansning noto'g'riligini men ko'raveraman. Bunday qarang. O'zini o'zi kelib bunaqa qilmaydi desam, bu yoqmayapti degan fikr paydo bo'lmasin deb hech kim kelib aytmaydi. Shunaqa. Yoki sizga ham konkurensiya kelib o'sha nari kompaniyalarga nima noto'g'ri qilayotganini bilasiz. Chunki siz u etapdan o'tgansiz. Uni sizga pul to'lab, intervyu qilib, podkast qilib yoki konsultatsiya olgani выгоднoroq.
Bozor katta, qaytaga bitta emas 4 ta igro bo'lsa ham kattaroq. Yoki u katta bo'lsa siz unga hali 1 million dollarga emas, 5 million dollarga sota olasiz, uni puli bor. Sotish kerak. O'rgatib buni qil, qilolmasang kelmanga o'zim qilib beraman deb qaytaga niyating nima? Otada 10 million dollar. 10 million dollar menga berma, o'zim senga beraman. Nomini o'sha Yandex qo'yasanmi, boshqa qo'yasanmi, bilganing qilaver deyishgan. Juda ham ko'p beriladi bu savol ham, ustoz. Mashinik desa sarxopolar chiqqan shustri, ya'ni olg'ir deydimi, mashinik bolalar bo'ladi-yu. Shulardan biznesmenning chiqishi. Mashinalik 90-yillarning bir anekdot esimga tushib bo'lgan holat. 90-yillarda hamma mana shu esladik ko'rsatuv boshida. Biznes qilish bilinmagan, pul topish yo'li faqat aldash deb o'ylanganda, birovni aldasam, kiydirsam pul topish mumkin bo'lgan. Borib sizga chiroyli gapirib, o'shaligi o'zidan biznesmenni yasab olib, boshqa qilib, aldab, kiydirib, uxlatib ketish 90-yillarda ko'p bo'lgan. Men esimda 94-yilmi yosh bola edik. 16 yosh ekanmiz. Tog'alarim, dadamiz ham nimadir bizneslar qilardilar. Tog'alarimiz yonlarida yurib, bitta odam keldi. Tojikistondan keldi-da. Dadamiz va tog'alarimiz yonida yana bitta odamni ko'rdi. Shunda tog'amollari keldi. Aka, men bu odam qanaqa odam dedi. Endi tog'amiz yaxshi tarbiya ko'rgan, birovni yomonlamas uchun. Yaxshi odam. Ochig'ini aytib bering dedi tog'amizga. Endi bu odam ham tanish, bu odam tanish. Qanaqa odam bir oldi berdi. Ish qilish o'ylab turibman. Qanaqa odam? Yaxshi odam dedi. Ochig'ini aytib, yo'q o'ziga o'xshagan yaxshi odam, yo'q mashinnikmi diribdi. O'zini mashinnikligini bilar ekanda u. O'ziga o'xshagan yaxshi odamsa, yo'q mashinnik. Ya'ni bugun nisbatan 90-yillarga nisbatan mashinniklik kam, lekin bugun prokuraturada, militsiyada 167-168 mashinnichilik va tovlamachilik delalar menimcha 80%. Ya'ni odamlarni aldagan, bir-birini ustidan yozgan, vrodi tagini surishtirsangiz yomon odam emas. Hojika inson yoki kecha kelgusi infaktor sahnasiga chiqib dars bergan odam. Bugun mashinist bilan bittasi qamalib ketdi. Men mashinistman, bilganinglarni qilinglar dedi. Masalan, kimlardir 100 ming, 200 ming, 1 million dollar olgan. Tagidagi balkim niyati yaxshi bo'lgan boshida biznes qilmoqchi bo'lganida. Eplolmaganidan mashinnikka chiqib kashaga qo'shilib ketib qoldi. Ya'ni kasbiy razrivga kiradi, hisob kitobini bilmaydi, shaxsiy pulini ham boshqarish bilmaydi. Tijoratni pulini ham boshqarish bilmasdan birovni pulini o'zini pul deb o'ylaydi yoki xoy havasiga ishlatib oladi, noto'g'ri narsaga ishlatadi. Shuni hisobidan mashinik bo'lib qoladi. Tagidagi niyat balkim pul qilib, dom qilib sotsam odamlarga pul beraman deydi. Eplolmaydiki, mashinnikka chiqadi, hamma ustidan yozib qochib ketadi. Majbur bo'lib keyin mashinik bo'lmasa ham mashinikman deydi. Eplolmadim, bu odam xalq tilida mashinik bo'lib qoladi-da. O'zi tagida tuppa-tuzuk normal, tuppa-tuzuk hojaka insonlar. Mashalloh, inshaalloh deb o'zi bilmaydi xato qayerdan bo'lganini. Finansiy gрамотность yetmaydi. Oldin edi marjalar ko'p edi, atvet qilish osonroq. Hozir o'ylagan narsasi o'ylaganidek bo'lmayapti. Ol, sot, u lekin davr xarajatlari bor. Doimiy o'zgaruvchan xarajatlar. O'sha narsalarni elementarni finansiy gрамотность yo'q bizgalarda. Oldin ko'pi pradagi o'zida bir ism olib, 2 ism sotgan, ko'targan. Oyliga ham boshqa ham atvet qilisham. Hozir o'sha narsalarni bilmaganligi uchun pulni davr xarajat yevoryapti. Fix rasatirlaydi. 3 oy, 4 oy, 5 oy, yarim yil, 1 yil, 2 yildan keyin uzoq bilan qarz ko'payib, atvet qila olmaydi. Kasbiy razrivga kirib qoladi. Boshida investorga borib 10 ta narsani va'da qilgan, keyin ko'rsa, pul qancha pul yo'q. Pul gilamda, pul remontda, pul nasiyada, pul o'tda, bo'tda uxlagan. Pulni bersa bera olmaydi. Keyin ustidan yozadi mashinik bo'ladi. Chunki finansiy planiring degan ilm yo'q. Finansiy gрамотность yo'q. Faqat ana ish qilyapti, pul bor ekan desa, hamma birovni dalasi birovga yashil ko'rinadi bizda. O'ta zo'r pul bor ekan. O'ta zo'r pul bor ekan, Paynetda zo'r pul bor ekan, Infaktorda zo'r pul bor ekan, Pochtada zo'r pul bor ekan. Birovni xotini birovga qis ko'rinadi degan qo'polroq versiyasi ham bor-da maqollar. Ya'ni birovni biz zo'r ko'rinadi, bolada bu 100 so'mga sotayotgan bo'lsa, men 90 so'mga sotaman deydi. Men 80 ga sotaman. Ya'ni marja nima, natsenka nima,
doimiy o'zgaruvchan o'zgarmas xarajat nima, tochka bezubitish nima degan narsani bilmay, investor pulini yoki kredit pulini olganda pul ko'p xotin deb nari va naprovo chochaveradi. Keyin kutgan savdo bo'lmaydi. Kutgan tushum bo'lmaydi. Keyin atvet qila olmaydi. Lekin har oy arenda keladi. Har oy rasxod keladi. Har oy berish. U narsa investor puli bo'ladimi? Kreditor puli bo'ladimi? Passiv puli bo'ladimi? Muayyan paytdan keyin tugaydi. Tugagandan keyin yo'qimga ham atvet qila olmaydi. Eng yaxshisi qochadi. Atvet qilamiz. O'zi bilganingni qilmaysanmi deydi. Qamalib chiqarman deydi. To есть bu yerda munosabatlar. O'shaning uchun mana bugun o'sha as-sodiqda sherikchilik munosabatlarini ham cho'tib kelishuv, beruvchi kutuvni to'g'ri qilish kerak. Bizga birovga pul tikyapsizmi? O'sha faqat исполняющий odamdan tashqari finansiy direktor qo'yish kerak degan narsalar aniq bo'ldi. Investor, finer direktorga emas, ya'ni ishi boshqaruvchi sherikka emas, investorlarga podchiniyatsiya qiladigan narsa bor. Buni ilmini men o'sha aytdim-ku, 40-50 ming dollar to'lab, o'qib, bugun o'sha biznes boshqaruv darslari, tizimli darslar deganda o'rgangansan tadbirkorlarga o'sha oldin infaktorda bir kunlik darslar bo'lgansa, hozir bir oylik darslar bo'lyapti. Hamma tadbirkorlik kelib o'qiyapti, o'sha mashinalik bo'lib qolmasligi uchun. Chunki hayot zo'r o'rgatadi, qimmat oladi. U nomi mashinalik degan nom butun umrga. Bu o'lib ham qutulmaydi, qiyomatda oxiratga ham ta'sir. Birovning haqqi bu. Kelishuv noto'g'ri, g'arar bor. Uxlasa nima bo'ladi? Kuysa nima bo'ladi? Yozichizi noto'g'ri. Bo'lmasa oyiga 4% foyda va'da qilib yuborgan. U ribo aralashib qoldi. Ya'ni bo'ldi, pulingizga deydi 100 so'm olaman, 200 so'm sotaman yoki 100 so'm olaman, 300 sotaman. Oyiga 4% bemalol bera olaman deyapti. Oyiga 4% dollarda, yiliga 48% dollarda va'da qilmish Ahmadboy bu. Bu degani 2x qoladigan biznes yo'q hozir biz. Yo'q, unaqa ish yo'q. 48% investorga va'da qildimi, o'sha shubhalanish kerak. Sen 48% va'da qilish uchun ishlagan odam ham 48% topish kerak. Bu degani 100% pul tashlash kerak biznes. 100 ming dollar tiksa 100 ming dollar qoladigan biznes bormi hozir? Qiyin-da, u donalar, lekin sistemli bizneslarda yo'q o'sha. Yo'q, unaqa ish yo'q. Raqobat bor. 48% oyiga 4% va'da qildimi, ehtiyot bo'lish kerak. O'zingiz pulingizdan Ahmadboyga o'xshab o'zingiz pulingizdan beradi, lekin keyin hisobini yo'qotib qo'yadi. U distributsiya biznesiga deb olgan, anor biznesiga deb olgan, bo'ldi, uxlaydi. Uni pulini bunga u distributsiyani bilgan bilan pulni boshqarish ilmini bilmagan odam. To'g'ri. O'shaning uchun siz hali ovqat qilishi bilim deganingiz biznes qilishi bilaman deganingiz emas. Yoki ishxonamizda xodimlarimiz siz bilan bizning pulimizni sanaydi. Oho, men buncha pul bor ekan, buncha olib, buncha sotar ekan, buncha. Menga berayotgan 10 millioningiz kam. Yo, 2000 dollar qiling yoki men o'zim konkurent bo'lib ochaman. Boradi, qaysidir investor ishontiradi, o'zicha buncha pul bor deydi. O'zi siz 10 million berganingiz kam ko'ringan, 4 ta xodimga 5 milliondan bersa, qorni og'rishni boshlaydi. Hisobini to'g'riligini tushunadi. Keyin hayot zo'r o'rgatadi, qimmat oladi. O'shaning uchun mashinalik bo'lib qoladi o'sha yerda. Investorga ko'p pul va'da qiladi, chunki pul olish uchun ko'p va'da qiladi. Yoki bankka 30% kreditga ham podpisatsiya qiladi. 30% kreditni olib, sen yana mamlaqa narsani olsang ko'tarmaydi. Pullarning bahosi qimmat O'zbekistonda. 25-30% qimmat. Halol nasiyada bundan 30-40-50% dollarda berib yuboradi. U finansiy negрамотность menimcha mashinlikka chiqarayotgan eng katta narsa moliyaviy savodxonlik yo'q. Bugun 1 million, 5 million, 10 millionga yaqin insonning bo'yinda qarzi bor. Kreditlar, nasiyalar, variantlar hamma o'shalar to'lamaganligi uchun mashinlik bo'lib qolyapti. Ommatan mashinlik bo'lib qolyapti sizga tilingizga gapirganda. To'lamaganligi sababi ba'zi moliyaviy savodxonlik ilmi yo'q. Daromad, xarajat, qarzlar, investitsiyalar. Men Xudo bergan bir oddiy rasmlar bilan men aytsangiz uni ham ko'rsatardim. Oddiy rasmlar bilan hozir menimcha endi bir darslik yozib berdim-ku, endi hozir kitob chiqarsam kerak. Xudo xolisa kuch-quvvati bo'lib tursa, hali aytdim, ulamolar pulni o'ylamasa yoki men pul keladigan ish o'ylamasa, bugungacha podkast yozgan bo'lsak, Xudo qancha umr bersa, endi kitob yozaydiganman. Ya'ni oddiy maktab uchun, tadbirkor uchun kecha shuni o'zini ertalabdan kechgacha 100 ga yaqin tadbirkorlikga men offline darsda o'tib berdim. Finansiy gрамотность oddiy qiyin narsani Excel'lar bilan emas, rasmlar bilan tushuntirsa, men bu yerda xatomiz. Men o'zimizning xatoni Hasan akamga tushuntirish uchun shu rasmlar bilan tushuntirish xohladim, chunki raqamni yoqtirmaylar. Hasan aka,
man bu oddiy moliya anatomiyasi degan dars yozganman. O'shani finansiy grant balans nima, cash flow nima, P&L nima ko'p tadbirkorlarimiz bilmaydi. Bilmaydi. 90% bilmaydi. Kim biladi mana narsalarni ko'rayotgan? Balans, cash flow, P&L. Ya'ni balans, foyda va zarar, pul oqimlari hisobotini o'qishni bilasizlarmi tadbirkorlar? Bilsanglar aytinglar, qaysi biri nima vazifani bajaradi? Bilmasanglar nimaga kerakligini bilasizlarmi? Yo'q. Bilmasanglar bilmaymiz deb yozinglar izohlarda. 90% tadbirkor buni bilmaydi. Bilmagandan keyin sherigi bilan o'sha tilda gaplasha olmaydi. Investor bilan gaplasha olmaydi. Nima bilan banker bilan gaplasha olmaydi. Buni bilmagandan keyin faqat copy prodayda kelgan pul qaysi bu foyda, qaysi bu просто prihod, расход, qaysi biri bu aktiv, qaysi biri majburiyat, kasha. O'shani ilmini o'qish kerak. Biz biznes egalariga shuni ilmini beraylik, pulni, ya'ni korxona pulini boshqarish ilmini o'rgataylik deb Murod aka Narzullayev akamiz bilan men 15 ming rubl, 30 ming dollar sarflab o'qidik rus tilida. Biznes egalariga moslangan. Keyin shuni darsini qo'ydik o'tgan. Qarasak biznes egalariga foyda, ya'ni korxonasining pulini boshqarish ilmini o'rgatish uchun ularga shaxsiy pulni boshqarishni ham o'rgatish kerak ekan. Chunki asosiy xato korxonadagi xato shaxsiy pulini noto'g'ri boshqargan. Davlatning juni bilan o'zingnikini aralashtirma deydi-ku. Ishxonani cho'nchagi bilan shaxsiy cho'nchaga aralashib ketgan 90% tadbirkorimiz. Kasha o'shatdan, moliya xato o'shatdan. Ishxonani pulini olib uyga, to'yiga, ikkinchi xotinga, safariga, unga, bunga, klublarga ishlatib yuboradi. Keyin u ishxonani puli sherikning haqqi bor, xodimning haqqi bor, nalogga haqqi bor, arendator haqqi bor. Baraka ketib yuboradi. Keyin ana shu yerda o'zidan bu brendli ishni chiqarib, ma'mini yasaydi buni puliga. Lekin ertaga biznes ham xuriydi, o'zi ham o'sha mashina degan nom chiqadi. Gapiramizda gap ko'p. Efirda qaysi gapimiz yoqdi, qaysi yoqmadi izohlarda yozsanglar, meni o'zimga ham qiziq. Chunki bunaqa temada menimcha boshqa podkastlarda gapirmadik. Endi foydali bo'ldimi, bo'lmadimi, sizlar aytasizlar, bahoni sizlar berasizlar. Shu endi juda ham ko'p joyda anaqani treninglaringiz bor, podkastlaringiz bor, ko'rsatuvlaringiz bor. Pashti hammasini o'zi ko'rsatamiz. Endi hech qayerda gapirmagan temalaringiz bo'lsin deb harakat qildik. Endi qiynaldik baribir topgani mavzularni bo'ldi. Men o'zimga ham yoqmaydi bir xil temani har joyga gapirgan narsam. Yaxshiroq, ya'ni Husan aka sal ochildimi u? Husan Mamasayevni yana ham ochaylik dedik. Ya'ni ko'proq sizdan olaylik deb, chunki qaysidir joyda endi trenddagi tema bo'lishi mumkin. Gapirgan gapingizni gapirgansiz, uni hamma eshitdi. O'zimga ham yoqmaydi. Bu yerda gapirganman, bu yerga gapirganman. Bugun menimcha gapirilmagan yaxshi temalar vроде shunga harakat qildik, manfaatli bo'lsin deb. Sizga ham kattakon rahmat, vaqtingizga rozi bo'lasiz. Obolinglar, salomat bo'ling. Azizlar, suhbat yaxshi bo'ldi. Mana shunaqa suhbat ko'pchilikka yetib borish uchun YouTube like yaxshi ko'rar ekan, kommentariyni yaxshi ko'rar ekan. O'zbekchani tushunmasa-da, mana shu like'larni, kommentariyani ko'proq qilsanglar, shunga o'xshagan suhbatlar ko'proq insonlarga boradi. Podkast qilish bu xarajat talab qiladigan ishda, men buni juda yaxshi bilaman. Bunda foyda yo'q. Na YouTubedan monetizatsiya yo'q, na boshqa narsadan yo'q. Lekin mana shu podkastlar bardavom bo'lishini xohlasanglar, albatta mana shu izohlarda savollar bilan yoki keyingi mavzularda kim bilan suhbat qilishlarini, qanaqa mavzular olib chiqishlarini yozinglar. Xudo xolasa, menimcha shunda yaxshi bo'ladi. Agar ko'rsatuv ko'proq prosmotr bo'lsa, bularni shashtiq aytmaydi, yana ko'rsatuvlar qilsak kelaveradi. O'shaning uchun sizlardan mana shu alishuv qonuni efir yoqqan bo'lsa, izohlarda kommentariya, savollar, fikrlar, bugungi efirdan nima yoqdi, nima yoqmadi, birdan olgan eng bomba insight nima bo'ldi yozinglar. Men o'zim ham shaxsan shu videoda tagidagi eng yaxshi insightlarni ko'raman. Endi agar juda ko'p bir 10 mingtadan oshiq prosmotr bo'lib, yaxshi zo'r insight tagida ko'p like olgan nimangiz bo'lsa, bitta bepul birga bir suhbat ham qilib berishga, uchrashuv qilib berishga tayyorman, lekin mas'uliyati sizlarda bo'ladi. Men nazorat qilishga. Biz tashkillashtirib hammasini uyushtiramiz, xudo xolasa. Faollik sizlardan, qolgan bizdan. Sog' bo'linglar. Yaxshilik ko'rishing. Xudo baraka bersin. Rahmat sizga ham.